Bola konturga boramizmi? Bo'yar. Voy, men hozir nima bo'ladi? Erkak kishini necha yoshda mashinasi bo'lishi kerak. PUBG'da skinlar sotib pul ishlayapman. Qo'ysan o'zi, davay harakat qildi. Voy, shuncha pul. Ey, to'xta. Nima bo'lyapti? Salto napрягать qilish kerak-da. Ozgina. Kiyimiga qaraydi, ovoziga qaraydi, puliga qaraydi. Boshqalar nima deydi? Eng nomer 1 manipulyatorlar bu qizlar. Ishlataylik bunday tilni. Erib ketdilar akam, prekin erib ketdilar. Muammoyim bor mana hal qilib berilaring. Davay, bam, shtraf, san stopdan o'tding. Ishim mana bunaqa, mana soqqa bolalar. Ularga moslashishim kerakmi yoki ularni o'zimga moslashtirishim kerakmi? Nima bo'lyapti? Nima bunaqa? Qaq shoshilasiz. Ertaga qilsak bo'lmaydimi? Sharmanda bo'laman, gapira olmasam. Icho. Tam tipochka shunda uziladi, bo'ldi. Notiqlik bo'yicha ekspertman, odamlarga chiroyli gapirishni o'rgataman va shuni hisobiga hayot o'zgarib ketadi. Bam! Formula, talabasiz, ishsiz, xullas biror zamonaviy kasbni o'rganmoqchisiz. Lekin sizda ikkita savol bor. Qaysi kasbni o'rgansam ko'proq daromad qilaman? Bu kasbni qayerda o'rganishim kerak? Ikkita savolga ham javobni kasb markazi beradi. Zamonaviy kasbni kasb markazida o'rganing. Kelishdiga? Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Podkastimizga. Xursandman mana. Juda bir qiziq mavzularni yig'ib qo'ydim sizga. Chunki hozir ijtimoiy tarmoq to'la sizning mijozlaringiz. 100%. Hammasi nimadir xolayapti, tayyor bo'lib turib. Hamma ijtimoiy tarmoqqa kirmoqchi, hamma nimadir demoqchi, hamma ta'sir o'tkazmoqchi, hamma o'zini yoritmoqchi va anu детская travmalarni buzib olib chiqmoqchi-da hamma. Lekin nima qilish bilmayapti odamlar. O'zi umuman hozir ijtimoiy tarmoq ko'rib turgan, o'zingiz ham chiqib turgan odamsiz. Hamma chiqyapti-ku ijtimoiy tarmoq, shaxsiy brend qilinyapti, o'zini olib chiqyapti, mutaxassislikni olib chiqyapti va qaysidir ma'noda bu manipulyatsiyaga o'xshab qolmayaptimi sizga? Umuman o'zi manipulyatsiya nima va uni qanaqa qilib bizni yengib o'tsak bo'ladi yoki ajratib olsak bo'ladi o'zi? Hozir ko'chada odamlarga qarab, men bu boru sezyapsizmi yo'qmi bilmayman-u. Shunday oynani ochasiz, hovliga qaraysiz yo o'zi mahalla taraf teparoqda tursangiz agar, ko'rasiz bu yoq chekkada kimdir syomka qilayotgan bo'ladi. Bu yoq chekkada kimdir syomka bo'ladi yo mashinada kimdir vlog olib ketayotgan bo'ladi. Zamon. Xursand bo'lib ketasiz. Rostdan oldin bunaqa narsa bo'lmasdi. Yoki e'tibor bermasdi. Balkim shunaqa. Endi buni hammasi albatta manipulyatsiya, lekin yaxshi manipulyatsiya. Ya'ni ta'sir o'tkazish bu manipulyatsiyaga kirmaydi. Biz ham uni farq qilamiz ozgina. Manipulyatsiyaga kelsa bir taraflama zo'r narsa, uzun yo'lingizni qisqa qilib beradigan narsa, lekin buni ertasi sal jiddiyroq, sal yomonroq. Nima yomon tomoni bor? Har tomonlama, ya'ni manipulyatsiya deganda bizni odamni xohishiga qaramasdan uni nimadirga ko'ndirishda, boshqarish harakat qilish. Albatta. Uni boshqarish ham ozgina manipulyatsiyaga to'g'ri kelmaydi, chunki boshqarish deganda biz, например, lider bo'lib turib, tadbirkor bo'lib turib boshqarsangiz boshqa. U manipulyatsiya emas, bu ta'sir o'tkazish masalan. Foyda uchun, chunki sizda strategik fikr bor, qanaqadir o'ylash bor, qanaqadir rejangiz bor, mana bosamiz, qilamiz degandek. Kerak emas narsani tiq urish. No da. Bu yerda naborot, bu yerda manipulyatsiya. U faqat o'zingiz o'ylaysiz, sizdan boshqa hech kim yo'q, o'zingizga kibr ham bor kerak bo'lsa, to есть nimadir kerak bo'lganda siz ham odamni zaif tomonlarini topib olasizda, ushtik izurasiz, qaniysan u yo'q bu yo'q. Ko'rasiz, odam o'ziga ishonchi yo'q, boshqa narsa hokazo. Sekin o'shdan kelib, qara, san kuchlisan-u, san zo'rsan-u, mana bunaqa qilsang-chi, mana buni qilib ko'raylik, davay, gazni bos, tormozni, dudasida deb o'sha zaif tomonlariga sekin ezib, ras o'zingiznikini olib olasiz. Keyin bu odam, mayli bugun emas, erta emas, bir oydan keyin, voy, bilin, nima qilib qo'ydim, deb boqmaga tushkunligiga tushib qoladi-da. Voy. Bilasizmi, mana bu prosmotrlar kimga tegishli? Kasb media mijozlariga. Ko'rib turganingizdek, bu natijalar mijozlarimiz sahifalarida atigi bir haftadan 2 oygacha bo'lgan oraliqda qilingan. Agar siz ham o'z shaxsiy brendingizni qurib, qisqa vaqt ichida katta auditoriya to'plab, mashhur insonga aylanib, shu bilan birga daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Kasb media bunda sizga yordam beradi. Qanaqa ajratib olish mumkin o'zi manipulyatsiyaga tushmaslikdan qanaqa qilib o'zi mana deylik men chiqolmay, nima qilsam o'zi davay harakat qildim-da. O'sha paytda harakat qilish kerakmi yoki bitta ozgina o'ziga vaqt berib, to'xtab bitta o'ylab ko'rishim kerakmi? Kerakmi o'zi menga bu narsa? Biz o'zimizga to'g'ri savol berishni bilmaymiz. Mana juda ham ko'p shogirdlarim shu narsadan kelib chiqib hamma muammolarga egada hozir olib qarasa. O'zimizni anglash o'sha savol-javob orqali keladi. Ya'ni odam o'zini anglasa,
emotsiyalar uyg'onib ketganda, kortizol, dopamin, qanaqadir gormonlar bo'lganda, undoq, "Ey, to'xta, nima bo'lyapti?" deb o'ziga savol beradi. Yoki muloqotda bo'layotganda, kimdir bilan gaplashayotganda, "Ey, to'xta, 1 sekund to'xtab tur shundoq. Nafas oling" deydi. Qo'rqmaydi hozir bu odam nimadir o'ylaydi, balobatlar menda yaqinda shunaqa narsa bo'ldi. Gay to'xtatyapti, qo'polchasiga gapirib tashyaptilar-da. "Aka, do'man to'xtang. Aka jon, hech qachon bunaqa bo'lmagan. Hamma gay xodimlar bilan ham bunaqa emas, ishoning. Okajon, yaxshimisiz? Yo'q, ustozim, qanaqasiz? Nima ustoz?" deydi. "Aka, siz to'xtatdingiz" deb, demak nimadir noto'g'ri qildim, siz hozir o'rgatasiz. Kulib, yo'q, qaytarib beraveradi biron. Davay, yaxshi aytib olib qo'yaver. Qo'pol gapiryaptilar, mana stopdan o'tdingiz, mana bunaqa qildingiz. Men stopdan 2 marta to'xtaganman. Tushunasizmi? U bilgan boshqa mashina yo'q edi-da. Mendan tashqari okamlar chalg'ib nimadir qilib turayotgan joylarida bir payt ras menga qarab shuni to'xtatyaptilar. Jahl qilib nimadirlar, dokumentingizni bering. To'xta endi, amma. Bunga qarab turibman. Pauza o'sha olganman. "Ha, tinchlikmi?" deydi. Hozir 2 sekund. Bitta nafas olaylik. Ras nafas oldim, shu pauzani hisobiga o'zlari ham o'zlariga kelib oldilar. Mayli mashinadan chiqsam deyapman. Xo'p deyaptilar. Men shuni kamarimga yechib chiqdim. "Aka, men bor uzr, ismingizni eslab, esimdan chiqib qoldi. Nima dedingiz? Aytmadim ismimni, familiyamni aytdim. Ismingiz nima desam, nima? Doniyormi, Davronmi dedilar. Davron aka, uzra, xizmatdasiz. Mendan oldin bir jahldor odam chiqib qoldimi desam, erib ketdilar akam. Preking erib ketdilar. Joyiga deysiz. Vashon kuchsiz bo'ldi-da odam. Yo'q, nima unaqa deyapsiz? Uje ko'ryapman. Men odam aldasa yoki nimadir qilsa, endi aka professional bizning darajamiz shunaqadir, anaqadaki, bundoq qarab bitta tushunib olasiz-da. Burunni qichib qo'yishim bor, mana bunaqa bor, unaqa, bu yo'q, unga qo'shimcha yana 2-3 ta momentlari bor. Uni bilsangiz, bilasiz, odam sizni aldayapti. Lekin shu narsani aytsam, yo'q, unaqa emas deb sekin o'sha jilmayib, kulib muomala qilyaptilar-da. Men shu bitta kichkina pauzani deb o'zim jahl qilmasdan baqir-chaqirni o'rniga shunaqa tarafni tanladim. Tushundingiz? Mana bu yerda hozir men manipulyatsiya qildimmi yo ta'sir o'tkazdimmi? Mana shu ta'sir o'tkazasiz. Da, bu yerda manipulyatsiya yo'q edi. Lekin okamlar mana hozir o'zlarini gormonlarini kontrol qilmagan holda bosib menga manipulyatsiya qilmoqchi bo'ldilar. Jahl orqali tezroq o'chimni oling. Anundan o'chimni olamadimmi? Davay, shtraf, san stopdan o'tding. Ko'rmaganlar даже meni, tushunasizmi? U normal holatmi? Yo'q, albatta. Manipulyatsiya qilayotgan joyiga ta'sir o'tkazib o'ziga keltirib oldim okamlarni. Вот. Keyin aytaman, aka, necha marta stopda to'xtatishim kerak? Nima unaqa deyapsiz? Aka, domma stopdan keyin tez yurib keldim. Gap yo'q. Qorong'ida sizni ko'rgandim, qisib o'tib ketardim dedi. Yo'q, stopda 1 marta emas, 2 marta to'xtadim. Erkak gapi deyapman, telefonga chalg'idim desam, bormi? Eridilar 2 barobar. Men basharaga qarab telefon olsam deyotgandek gap bo'ldi-da, endi u taqda. Lekin bunga qarab, bo'ldi, yaxshi aytib oling, sog' bo'ling. 5 oldi, keldim, o'tirdim, ketib bordim. Tushunasizmi? Shunaqa. То есть bu emotsiyaga o'zingizni anglash bu juda ham muhim narsalardan biri. O'zingizga savol bering, hozir nima bo'lyapti? Masalan, mana manipulyatsiyani bartaraf etish mana shunaqa bo'ladi. Agar siz hozir o'zingizdan o'zingiz hayajonga bosilib, nimadir bo'lib, xotirjamlik sostoyaniyadan qanaqadir jahldorga o'tdingizmi, nimadir bo'lyapti. Savol berish kerak. Kim nima qildi? Ko'p yoshlarda mana gaplashayotgan qizi, u yoq bu qiz bolalar o'zi eng kuchli manipulyatorlar, rostdan. Eng nomer 1 manipulyatorlar bu qizlar. Особенно o'sha 19 yoshida bolalar bilan mana bunaqa qilsa bo'lar ekan deb fikr keladi-da. Ko'plarda, hammada emas, adekvat zo'r qizlar ham bor. Manipulyator jang bo'lib ketmasin, ertaga ko'cha tutib olib. Shunaqa zo'r manipulyatsiyalarni o'rganib olib, o'zi bilasizmi? От природы deydi-ku, nima deydi o'zbekchasiga? Tabiatdan bor narsa-da, programma darajasida bor-da bu narsa. To'xta, men bunaqa qilsam, men bunaqa qilib berar ekan-u. Men bunaqa qilsam, men bunaqa qilib berar ekan. Deydi, davay, skilllarni oshirib ketdi shu bilan. Ko'pincha mana bolalarda, o'sha молодой bolalar shu narsani ta'siriga tegib, dabdalasi chiqib ketadi-da. Tushundingiz? Har xil g'alati narsa qilishni boshlaydi, hokazo. Chunki oddiy mana kerak bo'lgan joyda bitta pauza olib, o'ziga savol bermadi. To'xtab olib, o'ziga savol bermadi. Hozir nimani hisobiga meni jahlim chiqyapti? Nimani hisobiga men bunaqa narsa qilaman? Nega odamga jahl qilib men buni oldiga chiqib ketdim? Yo'q deb bunaqa savollar. Tushundingiz? No, bu normal holat. Hech kim bu narsadan o'lmadi, Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Lekin bor psixik ta'sir, tushundingiz, mashinaga o'tirib olib, kechasi makonlarni yoqib olib, yo nimadir, tushundingiz? Bu narsa adekvat, oddiy narsa deb bo'lib qoldi. Xuddi hozir ijtimoiy tarmoq tarqalyapti, erkak kishini, bolani necha yoshda mashinasi bo'lishi kerak desa, 18 yosh. Red flag. 19 yoshda. Bu ham bolani kimdir bilan sindirib qo'yapti-da. Demak, o'sha 18 yoshda avtobusga ketayotdi, reels ko'ryapti. Bo'ldi, tamom deydi u bola. Chunki boyaga narsa yana o'ziga savol bermayapti-da u. To'g'rimi bu o'zi, noto'g'rimi bu? Yosmi,
kommentariyni o'qidim. O'zi Adendan so'rabku necha yoshda mashina olgan. Menga javobi yoqdi. O'sha videoga javob chiqdi blogerlardan. Ko'rmadingiz? Yo'q. Qiz bola 3 yoshidan chiroyli mantiq qilishni bilish kerak edi. 3 yoshida deydi, 4 yoshida o'sha hovlilarni sipirib sidirishni bilish kerak degan gaplar bo'ldi-da. Shunaqa javob juda ham kuchli bo'ldi. Demoqchi bo'lganimiz, endi baribir red flag o'sha boshqa narsa, to'g'ri sahifalarda, ko'p sahifalarda manipulyatsiyaga o'xshagan narsa bor, lekin bu ham normal holat. Ya'ni butun dunyoda o'sha Instagramni deb depressiya bo'lgan insonlarni miqdorini ko'rsangiz milliardlab odamlar. Nimani hisobiga? Chunki biz kiramiz baxtli hayot, boylik, u yoq bu yoq, ZZ Shohrux degan sahifa bilan yaqinda tanishdim. Okamlar vashshi yirtyaptilar bor-ku blogini, ishoning. Mana noyob uslub o'ylab topdilar-da. Chunki hamma har xil vayn olishi mumkin, nimadir ssenariy o'ylaydi, boshqa narsa. Okamlar usti-boshi kir yirtuv narsa kiyib, yerda asfalt yotibdilar-da kechasi. Stavkani qimorni yomonlayaptilar-da vayn orqali. Yotibdilar-da, fanarik bilan odam kelyapti. "Ye, jigar, nima qilyapsiz bu yerda?" Qo'y, uxlayapman deyapti. Bu yerda uxlaysizmi? Nima bo'ldi? Kecha Barsa bilan o'ynadi. Cho'ta qo'yib qo'ydim. U ham qo'yuvdim. O'zi gol urish kerak edi. U ham qo'ydim, mashina ham qo'ydim, xotin, bola chaqam bilan qo'ydim. Yutqazib qo'ysa bormi deb. Bo'ldi, chalg'itma, men uxlayman deb zo'r deb aytmasdim. Hech kim qilmagan narsani qilib, shunaqa bir ta'sir o'tkazdilar. Men ham o'zi bilardim takida qimor yomonligini, lekin o'zi oxirida nima bo'lishini ko'rsatib beryaptilar, aytmasdim. Va shunga o'xshash narsalar ko'p. Lekin bu nima deydi? Adekvat kontent. No 100 tasidan bitta video shunaqada, rostakasam o'zi aslida nima bo'lishini ko'rsatar ekan. Va xuddi o'sha okamlarda yaqinda ko'rdim shuni, tipa mana trading bo'yicha zo'r insonga kurs usti-boshida, короче, qop kelgan. Tushundingiz? Futbolkani o'rniga qop, ikkita teshik qo'ldan chiqarganlar. Sovuqda qishda qor oka, sizga trading bo'yicha kurs beraman 3 oy ichida. Titrab sovqatib, voy deb. O'zi ham gap yo'q, kontent dedi. Rostini ko'rsatib, sarkazm orqali, hazil orqali shunaqa narsalarni ko'rsatib beryaptilar. Lekin shuncha narsalar bor, mana odamlar ko'rmagan, balkim biladi-yu, lekin ko'rmagan. Ya'ni mana mashinam bunaqa, ishim bunaqa, mana soqqa bolalar, men zo'rman deydi-da, lekin uyi ham darvozasi singan, tushundingiz? Yo'q, shunaqa narsalar juda ham ko'p. Uylar och. O'zi umuman mana hozir 18 yoshda mashinasi bo'lishi kerak. Uylanadigan yigit nech pul topshirsa $3000 topmasa bo'lmaydi, $5000 topmasa bo'lmaydi. O'zi bu rostagam ijtimoiy tarmoq manipulyatsiyasi-da. Bu bolalarni juda katta depressiya olib ketib qo'yapti bu. Va men juda ko'p mashhurlarni eshityapman, ijtimoiy tarmoqlarni o'chirib tashlashayotganini. Chunki solishtiruv juda katta-da. Solishtirib boshlaysiz mana siz necha 30 yoshmisiz, 30 yoshda nimada erishmaganmisiz, kech qoldim, qila olmadim, bo'ldi. Hamma ham buni filtr qilish bilmaydi. O'zi umuman bu ta'sirdan qanaqa qilib qochish mumkin umuman? Mana yoshlar 18 yosh odam ko'rib turibdi bizani. Qanaqa qilib filtr yoqsa bo'ladi bu yerda. Obuna bo'ling, profilimda bundan-da qiziq videolar bor. Noz bo'ldimi? Tugadimi aka? Tugadi, aka, bo'ldi. Hisob kitob qo'rsa. Aytasizmi nech pul bo'lganini? $370 bo'ldi, aka, sizdan. $370? Bitta reels qolib shekilli. Men bilan qaranglar. Birgina reels olish uchun 6 kallasida rasxod. Kasb studiyoda bu narsa yo'q. Boshinglarni og'ritib yurmaysizlar. Birdaniga hamma narsalarni o'zimiz hal qilib berasiz. Shunchaki kelasiz, o'tirasiz, olasiz va hammasini yuqori sifatda olib ketasiz. Mana sizga nomer, aloqaga chiqing, to'liq ma'lumot beramiz. Sistema. Tasavvur qilaylik, bu dunyo emas, boshqa dunyo. Boshqa planeta, boshqa yer sharida. Biznikidek emas. Yo'q, umuman. Sistema. U sistemada odamlar mahsulot. Va bu mahsulot xuddi tov sexida tez tug'ilib, tez o'sib, ishib, so'yilib, topshirilib olish kerak. Yangi tuxumdan yangisi chiqish kerak. Shu proses qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, to'g'rimi? To'g'rimi? Qancha tez bo'lsa, shuncha ko'p daromad kompaniya oladi. Sistema. Boshqa planeta. U yerda ham Instagram bor, u yerda ham sahifalar bor, tak dalay. Va sistemani yurg'izib turgan programmistlar bor. O'sha programmistlar shu tempni qanday qilib tezlashtirishi kundan kunga qanaqadir katta kompaniya bilan o'ylab turishadi. Nima qilaylikki, bular tezroq o'ssin, tezroq ishimizni, balobatlarimizni qilib bersin, to'lovlarni amalga oshirsin, o'lib ketsin, o'rniga boshqasi kelsin. Nima qilaylik? Mana
X2 degan narsa paydo bo'ldi bizda. X3 degan narsa paydo bo'lyapti. O'sha Telegramda, boshqa joylarda ham любой ovozni ham tez eshitasiz. Lekin shu ovozni tez eshitganingizda miyangizda nima bo'layotganini bilasizmi? Nima bo'ladi? Bilmaysizmi? O'sha X2 da eshituvurgan odam asabini to'liq impulsiv darajasiga olib chiqadi. Ya'ni asabiy stabil anaqasi nima deydi? Asabiy stabillashgan bo'lib turgan joyda balansini yo'qotib, har narsaga jahldor qilib qo'yadi. Takdalik hamma narsani tezroq qilishga harakat qilasiz. Ya'ni sizni ускоренный rejimdan nitroglitserin ichtirgandek uchirib yuboradi. Va siz hamma narsani hayotda tezroq qilishni boshlaysiz. Tezroq yeyish, tezroq ichish, tezroq turib, narsa bajarish, hozir o'zida hal qilish, hokazo degan narsa. Ya'ni sabr, toqat Yo'q. ikkinchi rejaga ikkinchi planga o'tadi va uni o'rniga panik atakalar, chunki trevoga, hokazo, balobatlar va nervni o'sha stress sostoyaniyalar keladi. Bitta mana shu X2 ni o'zida. Tushuntira oldimmi? Nimani hisobiga X2 ni yana podpitkasi bor. Mana sahifada o'tirasiz, chaq, pozitiv, negativ, balobatlar. Masalan, tasavvur qiling, bu xuddi mashinani haydagandek. Agar to'g'ri haydasangiz nima bo'ladi? Hammasi yaxshi bo'ladi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, siz razgonni ovozi sizni ускорить qilishdi. Ana endi emotsiya beryapti. Pozitiv, negativ nima bo'ladi mashina bilan? Ketdingiz, aylanib stalbagacha. Yetib olganingizdan keyin bo'ldi, ketdi depressiya. Depressiyadan chiqarib olish odamni sal masalaroq. Bu juda kuchli psixik kasalliklardan biri. Va aytishadi SDVG, OKR, balobatlar, bu aslida bir qanaqadir foizi bo'lishi mumkin kasallikning. Lekin realni shunaqa kasallik bo'lgan insonni ko'rsangiz, u umuman boshqa dunyo. Shuning uchun bizda sahifalarda o'zi o'rganib qolganda, manda mana bunaqa, manda SDVG, manda OKR, manda balobatlar, sen nima deyotganini tushunmayapsan. Bu juda jiddiy narsalarni gapiryapsan, hokazo. Lekin vaqti bilan mana bizani gapimiz bizani real holatimizga aylanadi. Ya'ni ko'p gapiraversangiz, aytaversangiz, mana menda SDVG bo'lasiz, 100%. Chunki miya informatsiyani qabul qiladi. Yo'g'i, bo'ldi, Shokir, bizda SDVG. Okey. Mana senga SDVG. Ketdi, shu hamma narsaga chalg'ib, etagdali. Shunga o'xshash narsalar. Demak, manipulyatsiyadan qanday qilib qochish mumkin yoki buni anglab o'zgartirish mumkin? Birinchi navbatda o'sha tempni sekinlashtirish. Sizni kimdir tezlashtiryaptimi? Shoshirish harakat. Shoshiltiryaptimi? Bo'ldi, всё. Tormoz. Shundoq o'sha joyda. To'xtang. Nima bo'lyapti? Nima bunaqa? Qaq shoshilyapsiz. Ertaga qilsak bo'lmaydimi? O'sha zahot odam to'kiladi, srazu to'kiladi. Manipulyatsiyalarni xili juda ham ko'p. U gapirsak 4 ta podkast kerak kamida shu manipulyatsiyalarni tushuntirish uchun. Lekin eng birinchi navbatda bu emotsiya. Ya'ni sizda kimdir qanaqadir emotsiya uyg'otyaptimi? Ya'ni mana qiz bola bo'lib turib, mana sevgi, muhabbat emotsiyasini maksimal darajada boshlab berib yuborishadi. Keyin уже 100% siz unikiligini bilib bo'lgandan keyin o'z qoring. Nima, kerak emas. Qo'y, mana shunaqa narsalar boshlanadi. Bu ham manipulyatsiyaning bir turi. Va shu narsani tushunib olish kerak. Yaxshilikda ham, yomonlikda ham. Chunki har yaxshilik ham yaxshilik emas, har yomonlik ham yomonlik emas-da. Shunisi bor. Endi buni ham bilib, analiz qilib, yoshimiz ulg'aygan sari, shu katta bo'lgan sari biz tushunib yetishni boshlaymiz. Hozir gapingizdan o'zim ham o'ylanib qoldim. Masalan, shu oddiy Telegram ovozdan ham Brixda eshita olmaymiz o'sha. Mumkin emas. Bu zerikarli emas, sabr yo'q. Siz bu 1 minut ovozda saqlang, 1 minut bitta narsani eshitib turishingiz kerak. Hech narsa emas. Bu o'rganish kerak. To'xtang, siz Instagram deyapsiz. Mana. Hozir, men hozir Instagramga kirib ko'raman. Sizlar bitta narsani ko'rasizlar. Mana Instagram. Mana ochmanmi? Ketdi. Nafas ol, tvar deyapti. Nima qilasan hozir sahifaga kirib deydi. Nafas ol deydi mana. Bu kerak emas deganda narsa bu. Shuncha payt o'ylab o'tiradi. 1 minut hozir ketadi. Lekin 1 minut ichida miyangizda mana soat 3 bo'ldi, Instagramda 5 marta kirganman. 5 marta kirganman. Reklamani statistikasini tashashga, qaysidir skrinshotlarni tashab qo'yishga, direktga javob berishga. Men naq qilib yetib bordi. Soat 3 gacha 5 marotaba kirdim. Birinchi marta mana shu ilovani yuklaganimda, 45 dan 50 gacha soat 12 gacha kirardim. Tushunasizmi? 1 daqiqadan уже 50 minut просто mana shu ajdanka o'tirman. Qani ochil deb turibman. Tushunasizmi? Bu rostakasam bir nima зависимость. O'zbekchasiga aytganda nima derdi зависимость? Bog'lanib qolish. Bog'lanib qolish, shu. Nima programma?
programmani foydali endi bo'lib ketsin. agar kommentariyada yozib berishsa plus ko'proq qoldirsa biz yozib beramiz nomini ham чтобы ularga ham qiziq bo'lsin да то есть такой bayt kichkina bo'la qolsin sahifa qiziq bo'lsin yaxshi tomoni ko'rsatar ekan necha minut kirdingiz necha marta kirdingiz bu qancha vaqt o'tkazasiz bu bepul eng qizig'i mana sog'lik salomatligingiz asabingiz har tomonlama zo'r o'ziga olib keladigan narsa bitta ilova nima qiladi bitta pauza qilib qo'yadi o'ylantirib qoladi hozir kirishing kerakmi yoki yo'qmi biz o'rganib qolganmiz sal narsaga kirishga mana bir xilli chakaragan odamga qaraydi hayotingga zarar qilyapsan Instagram o'tiradi u zarar tushuntiradimi u faqat fizik zarar yo'qda u hali bitta miyaga ham ta'siri bor hokazo shunga o'xshash narsalar biz nima eshitayotganimiz nima gapirayotganimiz nima ichayotganimiz nima yeyotganimizga qarashimiz kerak nechida yotyapmiz nechida turyapmiz tamom mana aslam har doim aytaman uxlash kerak uxlang hozir sezilmayapti ertaga nima gap deb qaytib keladi bu вообще страшный narsa bilaman nima deyotganim uyqu bu eng qimmatbaho narsa hozir ya'ni eng qimmat normal uyqu 18-20 yoshda qancha bo'lishi kerak mana sizningcha erkak kishida 6 soat zapasi bilan yetadi ayol kishi qilsa bo'ladi 8-7 soat necha soat oralig'ida bu nechadan nechagacha bo'lishi kerak uyqu o'zi hozir nereal narsani aytaman 10 da odam yotish kerak kechqurun soat 10 da odam nechagacha yotish kerak ho'p nechagacha 10 da baribir nerealda uxlash qarang ana shahar uxlamasa ijtimoiy tarmoq uxlamasa siz uxlamaysiz endi u iloji yo'q yo siz sistemadan chiqasiz yo siz sistemasiz o'sha planetadagi tushunasizmi bu normal hol men o'zim bugun soat 3 da yotdim shunaqa darajada ishim ko'p bo'lib ketdi lekin men o'zimni nima deydi o'zimni urishib yotdim-da tushuntira oldimmi nimani hisobiga rostdan ham ishlar ko'payib ketdi men уже soat 11 da bilardim то что men kamida soat 3 ga yaqin yotaman deb bundoq qilib Shokir kechir meni o'zimga o'zim aytaman bilaman noto'g'ri chunki melatonin chiqadigan vaqti imенно o'sha joyda tushunasizmi 11 dan 3 gacha imенно o'sha eng shirin joyi uxlab olish kerak bo'lgan joyi aytaman lekin men tushunaman hozir juda ham katta zaifka katta pul turibdi orqada iloji yo'q boshqalarda ham shunaqa bo'lishi mumkin lekin u ishi yo'q atmaska yo'q deylik и pofigu odam yuribdi 6 gacha 7 gacha bu miyaga salbiy juda ham katta salbiy da прикинь kommentariy o'qib bir baloga tupoy kommentariy o'qib nimadirlar qilib o'zi shunaqa nimani hisobiga shunaqa vaqt bor o'zi bizda kortizol degan narsa bor kortizol o'zi aslida nima deb o'ylaysiz nima u kortizol bu stress gormonimida bu stress ertalab muzdek suv ichib bo'lsang butun kundagi stress chiqib ketadi sendan va sen o'sha hamma narsaga ancha spokойно относиться qilib boshlaysan da to'g'ri kortizol yaxshimi yomonmi prinsipi bilmadim yaxshi tomoni ham bor yomon tomoni ham bor masalan chunki прям 100% yomon 100% yaxshi degan narsani o'zi yo'q-da o'zi ну да молодец manipulyator молодец yaxshi joningiz sog' bo'lsin ho'p kortizol juda ham yaxshi narsa kortizol bizga energiya beradi tushunasiz kortizol hisobiga bizga kerak bo'lsa zaborlardan sakrab o'ta olamiz agar kuch yugurib yursa orqamizdan tushunasiz o'sha adrenalin bilan kortizol paq qilib bitta kokteyl beradi tanaga uchasiz kortizol qachon yomon ishlatmaganingizda kortizol ishlatmasangiz mana kortizol chiqdimi o'tiribsiz yo yotibsiz yo xudo ko'rsatmasin uxlayapsiz yomon tush ko'rganimizda nima bo'ladi vashe turganimiz bunaqalardan berib qonlarimizni nimadir aylanib kortizol ishlatganda ideal narsa prям chunki o'zidan o'zi paydo bo'lmagan-ku bizda kortizol uni vazifasi bor bizga energiya beradi hozir bu asosiy temaga ketib qolmasligimizdan oldin tushuntirib beraman kortizol o'zi ertalab o'sha saharga yaqin soat 4 da chiqadi birinchi porsiyasi o'zi beriladi yaxshigina добрый porsiya mana Akmaljon sizga kortizol bugungi kungi energiyangiz uchun soat 4 larga yaqin o'sha 5 larga yaqin bitta uradi o'sha vaqt turib nimadir qilishingiz kerak все turib zaryadkami palobatlarmi nimadir qilishingiz ishlatishingiz kerak o'zi aslida ikkinchi marta soat 2dami soat 3 larga yaqin ikkinchi porsiyasi kerak kunduz o'sha obed bang qiladi то есть o'sha obedda biz sal lanchlashayotganimizda nimadir hisobiga kechqurun uyg'onib olamiz-ku sezganmisiz yo'qmi именно mana kuni o'tadi mana obeddan keyin sal lanch bo'lamiz keyin bir payt toq uyg'onib olamiz o'sha yana bitta kortizolni o'sha dozasi bo'ladi jah keladi bo'ldi sizda mana ikkita o'sha proporsiyada beriladigan narsa o'sha narsani ishlatishingiz kerak bo'ldi tamom endi bizni to'g'rida kam odam turadi то есть man masalan soat 7:30-8 da turardim da bemalol soat 5 da ham turardim no hozir tam 9-10 ga yaqinlashyapti chunki mana ish ko'p 3 ga 2 ga taqalyapti no maksimal darajada uxlashga harakat qilaman no baribir qayerdadir nimadir qilaman desam lekin menda anaqa bor ichki analiz bor
mani hozir ichki holatim qanaqa? Qatimdir og'riyaptimi yo'qmi? Nafasim qanaqa? Uni qanaqa, buni qanaqa degan savol javob qilaman-da o'zimga. Agar bo'ldi. Yana bir hafta ichida shu narsaga ko'na olamiz. Mayli, uchda yotib turamiz, chunki mana bu vazifani qilishimiz kerak. Lekin uni orqasidan yana bitta vazifa kelib qolsa, bilaman. Orkestr yig'ish kerak, balo-battar komanda, bu degan narsalar bo'lsa, uje buni to'xta. Puli qancha bo'lyapti buni? Deyman, birinchi savol. Okey. Bu pulga meni sog'lig'im arziydimi yo meni sog'lig'imga bu pul arziydimi degan savol beradi. Bundoq qarayman. Pashol, uxlayman deb shuni rost o'rniga boshqa narsa keladi. Обязательно. Biz o'ylaymiz hozir, voy, shuncha pul. Vohma qilasizda, keyin bir payt ras оказывается yo'q. Оказывается не стоит. Mana o'rniga mayda-mayda bo'lsa ham, xuddi o'sha pul bilan boshqa joydan kelar ekan. Lekin biz hozir shans ketib qolsa, voy deb yuramiz, vohma qilib, sog'lig'imiz berib qo'yamiz. O'ylaymiz u zapasi tugamas deb. Shunaqa. Bitta klubda o'tiramiz, 4-5 ta odam. Shunaqa odam обязательно bor. Odamlarga ta'sirini o'tkaza olmaydi. Ya'ni, bu gap boshlaydi-ku, uni hech kim eshitdi, bu o'ziga temas, bu qolib ketdi. Va unaqa odamlar juda ham ko'p. Va bu narsa eshitmaganning hisobiga ularni yopib boradi, qoboqqa tushirib qo'yaveradi. Meni hech kim eshitmayapti, menga hech kim e'tibor bermayapti. Umuman odamlarga qanaqa qilib ta'sir o'tkazish mumkin? Nutq orqali, gapirish orqali. Birinchi savolim, mana hozir bizani ko'rayotgan odamlarga birinchi savolim. 1 dan 10 gacha ovozinglarni baholang. Mana siz masalan 1 dan 10 gacha ovozingizni baholab bering. Men 10 masalan. 10, молодец. Bu eng zo'r javob. Ya'ni psixologik tomonlama, o'zingizga ishonch tomonlama, har tomonlama sizda hamma narsa zo'r, chotki. Endi o'zinglar ham javob beringlar. Mana 5 sekund pauza beramiz ularga, o'zinglar ham javob beringlar. 1 dan 10 gacha nechi ballga ovozinglarni baholaysizlar? Agar 6 dan past bo'lsa, даже 6 emas, mayli, 5 dan pastroq ball bergan bo'lsanglar, psixolog kerak, срочный psixolog. Prям jiddiy aytyapman, psixolog topinglar. Tanishmi, o'qiyotgan psixolog bo'ladimi yoki prям rostakasin psixolog topinglar yo ChatGPT ga yozinglar. O'zingizlarni qanaqadir problemalar. Chunki 5 dan kam bo'lsa, demak odam nafaqat o'ziga ishonchi yo'q, balkim o'zi hayotiga ishonchi yo'q. Tushuntira oldimmi? Uje kuchli depressiya yoki yana nimadirga yaqin yoki uje o'sha depressiyaning ichida turgan bo'lgan inson bo'lishi mumkin. O'sha 1 dan 5 dan pastroq bo'lsa, 5 dan teparoq bo'lsa bo'ldi, ishlasa bo'ladi. Men har bitta mana individual shogirdim bo'lsa, studiyaga keladi, mehmon bo'lib, shuni o'tiradi, birinchi beradigan savolim shu. Agar 5 dan kamsa, mana Kamila yoki mana Sanjar aka, ikkita psixolog tanlab ol, narx-navoga qarab, o'zing bir gaplashib kel, ishlab kel. Nima dedim, no'g'ri. Ishonaver dedim, hali rahmat deysan. Realda o'sha boshqa inson bo'lib kelishadi. 2 3 ta zanatiya bo'ladi, yo uzog'i agar qimmatli qilsa, bitta zanatiyani o'zida tushunib olishadi hamma narsani. Keyin keladi. Bo'ldi. Akasi mana adam kichkinaligimda urgan edi, onam bunaqa edi, bu uydagilar ko'chada urushib qoluvdim, yoshlikdan qolib ketibdi, chiqarib oldi, bo'ldi. Men endi hop 1 dan 10 gacha qani 20 deydi. O'sha o'ziga ishonchi yaxshi bo'lgan inson bilan ishlash ancha yaxshiroq. Demak, birinchi navbatda shu savolga javob topishimiz kerak. 1 dan 10 gacha o'zimizning ovozimizni qanaqa baholaymiz? Rostdan ham shunaqami? Aslida hozir o'zimizcha motivatsiyamiz uyg'onib, da 10 deb o'zimiz ko'chaga chiqib deb yursangiz, u boshqa. Keyingisi, muloqotda qanaqa muammoim bor degan savol berish kerak o'zimizga. Mana o'tiribman stolda, men nimadir dedim, odam meni eshitmadi. Xo'p, ovozim balandligi bo'ldimi yo boshqa narsa bo'ldimi? O'zi oddiy nafasdan kelib chiqqan juda ham katta muammolar bor. Masalan, oddiy masala. O'tiribman, men o'zi kommunikatsiyada yangi odamman. 19 ga 18 ga kirdim. Mana yangi kompaniya ko'rdim, mahallaga ko'chdim yoki yangi univers, maktab, balobat haqida ko'chdim, nimadir bo'ldi, yangi talpa. Men o'tiribman, butun umr spokойно gaplashganman. Chunki men atrofimda odamlar shunaqa edi-da. Malaka yaxshi o'sim, charchasim, qanaqasiz, yaxshi o'sim. Shunaqa mana shunaqada gaplashardi. Men ham shunaqa gaplashaman. Men bu kelgan yangi kompaniya hammasi bag'ir chaqirdi, tushundingizmi? Vola cho'tam kontr bo'la. Da, nima deydi? Leksiyadan keyin men tushadi ekan, charchatib bor, nima qiladi? Da, nima qiladi? Bola, men ham sizlar bilan borsam bo'la. U gap ketyapti. Bola, anaqa. Sanjar, sizlar bilan borsam bo'la. Nima deysan? Rost shunaqa bo'ladi. Bu odamlar nima bo'ladi? U balandroq gapirishga harakat qiladi, lekin to'g'ri nafas olishni bilmaydi-ku va hatto havoni olishni bilmaganini hisobiga
ezadi. Nima bo'ladi bu odam bilan? Chiyla ketib qoladimi? Da, nima bo'ladi? Rasmdan qarab, Sanjar, anu, meni ham olinglar kontrga dedi. Bu yoq chekkadan qanaqa ko'rinish? Yo'qotdi. Tushuntira oldimmi? Sen mana shunaqa gapirasiz. Bolalar kontrga boramiz, mana shunaqa. Nega cheksa qo'y, ingichka ovoz bo'lib qoladi. Nimani hisobiga? Chunki biz bemalol bo'lib olib, baland ovozda gapirishni bilmaymiz-ku. Havoni qatdan ezishni bilmasdan bor havoni o'pkada ishlaydi. Men butun umr mana bunaqa gaplashganman. Men qorin ishlatmayman, nima qilaman qorinimni ishlatib? Tushuntira oldimmi? O'pkam ishlaydi. Men qatdan olaman, o'pkadan havo olaman. Mana o'pkadan havo olsa mana shunaqa bo'ladi. Qorindan havo olsa mana shunaqa baland gapiraman, bemalol. Tushuntira oldimmi? Farqini ko'ryapsizmi? Kolossal. Bu yerda diafragmani amplitudasi katta. Bemalol baqir chaqir qilib taqarab tuqir любой joyda kerak bo'lsa konsert mikrofonsiz ham qilaverasiz-da. Chunki siz bilasiz qanaqa qilib ishlatish o'sha programmangiz. Bu yerda xuddi shu. Keyin nima bo'ladi? Qizlar ham qarab, nima balo bu? Nima xorozga o'xshab qichqiryapti, nima bo'ladi? Nima bunaqa ovoz? Yoqimsiz ovoz. Da. U o'ylaydiki, menda problema, ovozim xunu, o'zim xunu, punu degan всё yeb qo'yadi. Battar yopilib qoladi. Bo'ldi. Buni o'rniga oddiy nafas texnikasini o'rganib olish kerak. Birinchi navbatda mana hammaga zo'r, bepul, tekin praktika, lekin ishlatmasanglar qaranglar. Real hozir sizlarga oddiy mana shunaqa tajribamizdan kelib chiqib beryapmiz. Real ishlaydigan narsa. Bitta so'z o'ylab toping o'zingizga, любой bitta so'z yoki eslang, любой so'z. Tarnov. Tarnov? Da. Tarnov bo'lsin. Xo'p. 40 ta tarnov qilib bera olasizmi bitta nafasda? Masalan, 1 tarnov, 2 tarnov, 3 tarnov, 4 tarnov, 5 tarnov, 6 tarnov, 7 tushuntira oldimmi? 40 ta qilish kerak. Iloji bo'lsa agar. Atak 25-30 ham norma. Bitta so'z tanlaysizlar, chuqur nafas olasizlar va havo chiqayotganda shu narsani aytasizlar. To есть mana masalan 1 shokir, da, to есть 1 shokir, 2 shokir, 3 shokir baland ovozdan. 1 shokir, 2 shokir u bo'lmaydi umuman. Baland ovozda qilish kerak. Bu nima qilib beradi? Bizda diafragma bor, o'sha havoni kompress qiladigan narsa. Endi shunaqa deb tushuntiraman, o'zi boshqachasi ishlaydi. Shuni amplitudasini katta qilish uchun bizni press skachat qilgani, ya'ni press bo'ladi-yu, shu jim. Shunga o'xshash narsani faqat havo bilan qilishimiz kerak. Ya'ni biz hozir nima qilyapmiz? Bir tata, ikki tata, shunaqa qilyapmiz ham, ovoz ushab turib, havoni ushab turib, ovoz ezyapmiz. Sekin o'rgatyapmiz o'zimizning organizmimizni. Bitta kichkina havoni ichiga ko'p so'z tiqishi. Shuni hisobiga kachka bo'ladimi? Bo'ladi. Всё, tamom. Keyin eng o'sha birinchi praktikalardan biri. Ikkinchisi bemalol bo'lib olish. Biz ko'proq hozir gapiraman deganda, yangi kompaniyada nimadir qilaman deganda maksimal darajada sal siqilib olamiz. Qani nima bo'lar ekan? Meni olisharmikan kontrga yoki yo'qmi degan. Nek deb chiqib ketadi ovozimiz. Shunaqa narsa bo'lmasligi uchun boshida bemalol bo'lib olishimiz kerak. Bolalar? Cho'tam. Keyin yana bitta o'zimizning lokal problemamiz bor. Bu ko'p ovqat yeyish. Bu endi muammo emas, yaxshi, mazza, zo'r, men ham xursandman. Endi mendan ko'rinmayapti, lekin ko'p ovqat yeyman. Prosta ko'p ishlayman ham, shuni hisobiga qiltirib bo'lib yuramiz. Muammolardan biri nimani hisobiga? Chunki qancha ko'p ovqat yesangiz, shuncha ko'p mushaklaringiz qachok bo'lib ketadi. Bu yoqda suvi yo'q-ku. Ya'ni mana bu cheripni jag' bilan ulab turadigan suvi yo'q. U yerda mushaklar bor faqat. Ovqat ko'p yeyurganimiz hisobiga u mushaklar Schwarzenegger bo'lib ketadi. Tushuntira oldimmi? Bu yoqda mushaklar Schwarzenegger bo'lsa nima bo'ladi? Og'iz yopiladi. Bo'ldi. Uni qo'yib qo'yadi. Anaqa. Gaplashganda sezganmiz, juda ham ko'p odam mana shunaqa gaplashadi. Yo'q, mana shunaqa, gap. Ishlash qiyin og'iz. Bo'ldi, og'iz ochilmaydi umuman, chunki bu yerda уже tonus bor, qattiq o'sha bo'lgan. Shu narsani ham aytish kerak. Ya'ni og'izni o'sha aynan jag' uchun praktikalar, hokazo bu uchun bizning kursimizdan olish kerak 100%. O'tasiz jag' bo'yicha o'sha praktikalarni qilish kerak yoki o'zingizga kerak bo'lsa YouTubedan qayerdan qidirib toping-da. Jag' ochish kerak. Ko'p odamda jag' o'zi noto'g'ri ishlaydi. Masalan, chunki noto'g'ri tishlab yurgan yoki yiqilib tushgan hech narsa qilmagan, biz doktordan qo'rqamiz-ku juda ham. Shuni hisobiga. Jag'i sal razrabotka qilganingizdan keyin odamning ovozi avtomatik ravishda jarangdorroq, chiroyliroq bo'ladi. Nimani hisobiga? Chunki havo chiqishda qiynalmayapti. Siz og'iz yopib gapirganingizda havo qanaqa qilib chiqsin? Shunaqa. Og'iz sal kattaroq ochdingiz, mana qarang, artikulatsiya qolma, уже qanaqadir mayin ovozi. Sezasizmi? Oddiy bitta artikulatsiyani o'ziga mayinlashyapti. Kattaroq ocha boshlaydi. Da, u endi hozir men utrировать qilib ko'rsatyapman, чтобы odam tushunsin, lab qancha yaxshi ishlasa, jag' qancha yaxshi ishlasa, shuncha ovozingiz chiroyliroq bo'ladi deb. O'zi umuman gapirayotganda mana hozir gapiryapsiz, ko'pchilik kontentga ham ijtimoiy tarmoqqa ham
hayotiy so'z gaplardan chiqib keladi masalan shogirdga yaxshimiz tuzimiz qanaqasi o'zimiz zo'rg'a cho'ngiladigan gaplar bor va kontentga xuddi mani borimcha qabul qilaveribdi man aytaman sal til bu mushakda bu muskullardan iborat sal такой напрягать qilish kerak ozgina ishlataylik bundoq tilni masalan choshab qo'yishganda bo'lyaptida o'zi umuman mana hozir havo bilan ishladik og'iz til bilan o'zi qanaqa ishlashga qanaqa podacha berish kerak чтобы odamlar sizni gapingizni aniq tiniq tushunsin chunki kontent shunaqa narsaki odamlar sizni tushunmasa там цепочка shunday uziladi bo'ldi to'g'ri chiqib ketdi odam artikulatsionni mashqlarni ming xili bor eng effektivlari bor umuman ishlamaydiganlari bor yong'oq tiqadimi og'izga qalam balo battar u hammasi zo'r narsa lekin masalan sizni o'sha mehmonlaringizga aynan bu yerda kasbda anaqalar uslugalar bilan foydalanayotganlar ularga oddiy bir YouTubedan praktika yoqib bering ya'ni mana QXlar mana Q cho'zib turadi X labini o'qitib yuboramiz keyin til bo'yicha praktikalar tilni bu yoq chekkadan bu yoq chekkagacha cho'zib aylantirib 10 marta o'ngga 10 marta chapga juda qiyin narsa tasavvur qiling mana bunaqa hozir Polni kachas qiladi. 10 marotaba u shunaqa charchatadi tilni. Zato buni 10 ta bo'tga qilganingizdan keyin salom alaykum. La ishlab ketadi chunki nimani hisobiga? Chunki qon aylanmasi yaxshilanadi bu yerda. Tushuntira oldimmi? Bu birinchi etap, ya'ni o'sha QX lab bo'yg'otib yuborish uchun, nato'g'ri ikkinchi shu til bilan mashqlar qilish, bu yerda asosiy o'zi umuman mana shu umumiy buyoq tomoni qon yaxshi aylanmasi bo'lish uchun biz ozgina bunaqa massaj qilishimiz kerak. Sal qattiq emas, ozgina nomiga mana bunaqa massaj qilib qo'yishimiz tez qizdirib beradi. Buyog'ingiz qizidimi, bo'ldi, ovoz ham qiziydi. Buyog'ida ishlatayotgan narsalaringiz, gapingiz, tovushingiz, hokazo hammasi chiroyli bo'lib chiqib kelaveradi. Birinchi o'sha oddiy shu praktikalar 5 daqiqa vagon yetib ortadi. Buni qilib bo'ldingiz, yaxshi. Buni ham tushuntira oldik, lekin eng effektiv usul bor. Eng effektiv uslub. Bu uslub uchun duh kerak. Normalniy bir vagon duh kerak bu narsaga. Ko'chaga chiqasiz. To'xtamasdan mana nechta odam ko'rgan bo'lsangiz, endi oraliq masofa olgan holda har bittasidan nimadir so'raysiz. Men bordim, soat necha edi, u nima edi, men bizga qanaqa qilib yetib olsam bo'ladi. Shunaqa qilib har xil odamlar bilan muloqotda bo'lasiz. Shuni 5 kun ichida qo'llagan inson 6-kuni qanaqadir juda kuchli tadbirkor bo'lib chiqib keladi, tushunasizmi? Eng qisqa yo'li. Biz endi kontent-ku, hamma yaxshi ko'radi. Hozir ro'zida olaman deb. Lekin imенно bu narsaga duh kerak. Buni olib qarasangiz yengil narsa. Lekin kompetensiya darajasi 5 kunning o'zida shunaqa odamni transformatsiya qilib qo'yadiki, keyin уже borib 6-kun pofiguda kim, qayerqa, nima gap, assalomu alaykum, ketdi-da, mana narsam bor edi deb ketaveradi, odam gaplashaveradi, bo'ldi. U nerealda holat, shu narsani qildingiz-da, lekin hech narsa o'zgarmadi. Bu yerda ham baribir analitik miyani ishlash bo'lishi kerak. Nima ma'noda? Mana bitta odam bilan ko'rishdingiz, bittasi men bor o'zim soatingiz necha edi deysiz, masalanda. Bu odam nimadir dedi, vaqti yetdi. Bundan keyin qanaqadir muloqot bo'ldimi yoki yo'qmi? Agar bundan keyin ham muloqot bo'lmasa, men baribir ko'proq shogirdlarim shunaqa narsa qilaman-da. Undoq chekkada turib olib, telefon qo'llab yoki yonidan o'tayotgan bo'laman. Ras so'raydi, undoq qarang, keyin yoniga kelaman. Jigar deyman, mana hozir keyingi safar ko'ziga qarab. Qo'rqma, nimadan qo'rqasan? O'ldirib qo'yadi. Men turibman-ku. Nimadan qo'rqasan? Tushunasizmi? U o'zi yaras, u keyingi odam soat nechimi? O'zingga kelib, nima bu? Nima qiladi menga deysiz, tushunasizmi? Shunaqa har xil praktikalar bor. Uni oldin agentlarim bilan rosa qo'llardim-da, shu qolib ketgan o'sha paytda. Firmada ishlardik, supervizor bo'lardim, mahsulotimiz bo'lar, sotardi. Agentlarim do'konga kirganda, "Hamnaqa dedi. Oling, mana zapas qolmabdi, oka, oling" deb aniq qo'rqib ketardim o'zim. Tavba qildim, nima bu? Mazin qo'shdim. "Yo, brat, просто chakmadim-da, sigaret o'zimga kelib olaman" dedi. Tavba dedim, "Dano." Kashmar. Shunaqa. Bu narsa menimcha kameradagi qo'rquvni yengib beradi. Mana o'zimman, siz ham kameraga chiqadigan insonsiz. Men matah boram hozir. Kamera boshqa dunyo. Ijtimoiy tarmoqdamiz gapiramiz. Chunki kimdirga borib gapirdingizmi, men ham duh qolib qo'ygan narsa-da. 100%. Shunday, umuman o'zi sizdan bo'lgan bu narsa. Ha, voy. Men birinchi marotaba hayotimda video olayotganimda o'zbek tilida tekst bo'lgan. Men o'sha payt o'zbek tilining o harfini bilmasdim. Hozir ham ozgina aksentim bor, baribir. Men yaqinda offline darsda ham qanaqadir so'zlarni shogirdlarimdan so'rayapman. Mehmonlar so'rayapti, "Mana nima so'z o'zi? Noto'g'ri tushunmayapman. Endi mana 5 yil, 4 yil bo'ldi men o'zbek tilini yodlaganimga qarab. Unaqa
vashi aksent bo'lardi, hozir ozgina bo'lsa ham o'zgaryapti-da, to есть. Zo'r. Boshqa narsa. Chunki nutq notiqlik rus tilida, ingliz tilida o'rganganmiz, endi buni o'zbek tiliga sekin olib kirishi anaqa harakatdamiz. Вот. Keyin o'zbek tilida bo'lgan, endi hayajonni darajasini ko'rsangizda, ana shoshilganimdan qilib tez etib tashlaymanda, tezroq shu narsa tugasin, tezroq men ketib o'tadim. Keyin u bir necha yildan keyin o'yladimki, to'xta, wow dedim. Zo'ru, shunaqa emotsiya ham bor edi. Shunaqa biram uyg'onib ketib qo'rqib ketardim. Hozir qo'rquv yo'q, hayajon yo'q, o'sha sog'inasiz bu narsani, bor-ku. Ana energetika ham boshqacha, chunki kortizol bo'lganda siz boshqa energiya berasiz. Samimiy, qanaqadir sodda energiya berasiz. Lekin hayajonni bildirib qo'yasiz. Shunisi bor. Buni balans kerak. Ja hayajonlanmasangiz ham yaxshi emas-da. Hayajon kerak hayotda. Hayajon bo'lmasa bo'ldi, yo'qoladi, hamma narsa yo'qoladi. Biz bunaqa narsalarga o'rganib qolib, bu negativ, bu ham negativ, bu yomon degan fikrlarga kelamiz. Вот. Kamera qanaqa qilib yengdingiz o'zi bu narsani? Mana balkim hozir sizda o'zbek tilini yaxshi bilmaganingiz uchun bo'lgan bo'lishi mumkin bu. To'g'ri. Endi birinchi marta hayotimni mana kamera oldida turibman-da, tushunasizmi? U по-любому siz birinchidan nimaligini bilmaysiz bu. Bizani gen darajasida u yoqda tushuncha yo'q, nima bu hozir meni videoga otdi. Keyin buni orqasidan nima bo'lishi mumkin degan savollar tug'iladi. Bu savollar har doim negativga olib keladi. Odamlar ko'radi, mana mamnaqaligimni biladi, mamnaqa yomonligim u yoq bu yoq degan javoblar keladi miyaga. Keyin o'ylaysiz, voy, yo'q, unaqa olmayli video qilmayli, va deb vahmaga tushib qolasiz. Shunaqa. Men qanaqa qilib yengidim? Meni qanaqadir ustozim yo'q edi, tushuntirib beradigan shu narsani. Men kuch bilan yengidim bu narsani. Ya'ni prosto olaverganman videolarni. Zo'r. Bo'ldi, и все, ketavergan. Nima desa, nima qilibdi? Men ham odamman, davay deb. Lekin o'zimdan xafaman. Bunaqa deyishim kerak emas-da. To есть, tajriba orqali, o'sha kuch orqali, kuch bilan yengidim bu narsani. Balki shunaqa demagansiz chiqolmassiz balki bu narsada. To'g'ri, bu ham to'g'ri. Lekin oddiy bitta savol berish kerak edi-da. Nimani hisobiga? Men nimadirdan qo'rqyapsizlar, mana oddiy praktika. Nimaga men bu narsadan qo'rqaman? Yoki qanaqadir qo'rqinchli vaziyat bormi? Vupor yoniga kelish kerak. Yurib kelish kerak yoniga. Nimani hisobiga siz hozir hayot mamnaqa. Nima keragi bor? 30 yil qo'rqib, charchab bundan, voy men hozir nima bo'ladi bilay. Unga bunaqa nima qilasiz? 30 yil chaq, ras, yana 30 yil chaq, o'lding, bo'ldi, tamom. Bir xil videolarni ko'raman, mana bir xil payt shunaqa narsa bo'ladiki, o'limdan oldin 10 daqiqami degan bir videolar bor YouTube'da. Bilasizmi? Qanaqadir kuchli kasalliklarni yengigan insonlar haqida videolar bor. Siz o'sha videolarni ko'rib, shunaqa darajada motivatsiya olasizki, o'ylaysizki, voy, meni hayotim shunaqa zo'r ekan. Men vashshi zo'r yashayotgan ekanman, men masla ekan, u yo'q bu yo'q degan narsaga kelasizda, chunki sizda endi bor narsani farq qilishga, shuna ras, bu bilan buni ras farqini ko'rib, farq qilishga bor-da narsa. Uni tushunishingiz bilan bilasizki, hammasi yaxshi ekan. Men to'g'ri yo'lga ketyapman, o'sha to'g'ri yo'l bilan ketyapman, hokazo degan narsa keladi miyaga. Shunaqa. Demak, kamera siz bu narsadan qo'rqasiz. Nima qilish kerak? Savol berish kerak. Nimani hisobiga qo'rqaman? Birinchi navbatda, targ'ibmi? Nima deyiladi? Targ'ib emas? Как правильно? Осуждение. Tanqid. Tanqiddan qo'rqaman, albatta. Kritikadan qo'rqamiz, tanqiddan qo'rqamiz. Mana urod deydi, mana bunaqa deydi, ovozim bunaqa, ovozim shunaqa deydi. Klass. Xo'p, nima qilish kerak endi? Ikkita yo'li bor, to есть. Yo unisi, yo bunisi. Men dedim uchaman. Ikkita yo'l bor. Bittasi bu narsani tan olish, o'z yeb qo'yish. Ikkinchisi bu narsani tan olish va bu narsani ustida ishlash. Qabul qilish. Qabul qilish va bu narsani ustida ishlash. Super. Qanaqa qilib ishlaymiz? Birinchi navbatda o'zimiz bilan tanishamiz. Eng yaxshi ko'rgan narsam o'sha charchatib yordim menimcha hammani shu narsa bilan. O'zimiz bilan tanishmasak, hech narsani eplolmaymiz hayotda. Real narsa. Shuni telefon oldi, videoga yoqdi. 5 daqiqa ichida nimadir gapiramiz. Shu ras videoni yoqdi, keyin play qilib, ovozini baland qilib qo'yib, ekran bilan pastga eshitamiz. Qanday nima gapiryapman, qanaqa gapiryapman, qanaqa nafas olaman. O'ziga qaramasdan. Qatta pauza, o'ziga qaramaysiz. Yozasiz. Meni ovozim past, mana buni bunaqa, bunisi bunaqa, o'zi so'zlarim bir-biriga to'g'ri kelmayapti. O'zingiz kritik qilib boshlash. 100%, maksimalni bilan jahl qilib, voy santivar nimaga bunaqa qilding? Bu begona odam. Da. Endi begona emas uni. Yozasiz-da, bir 10tacha, 15tacha narsa chiqadi baribir. Xohlasangiz, xohlamasangiz chiqadi. Keyin yana bir marta yoqasiz o'sha videoni ovozi bilan. Endi pluslarni yozasiz. Tak, o'zi
past bo'lsa ham mayin ekan ovozim. Xo'p, men bitta anaqa zo'r hikoya aytib berdim. Plus topish shart. Plus bo'lmasligi bo'lishi mumkin emas. Nereal holat bu. Какой-то plus yo'q. Keyin yana video yoqasiz. Lekin endi ovozini o'chirib qo'yasiz. 5 daqiqa qaraysiz, qimillab turishlaringizni balobatdalar. Bo'ldi, ketdi minuslar yozasiz. Men qimillamayapman. Qo'lim hech narsa qilmayapti. Emotsiya yo'q. Masalan, yana nimadir. Ikkinchisi, soqolimni zo'ryapman. Plus, chiqasiz. Ko'zim kameraga qarayapti. Hokazo pluslar. Bu yerda ham 100% pluslar bo'lishi shart. Всё, shu narsani endi har kun emas, bir martani o'zida yetib ortadi bu narsa. Bitta qildingiz, o'tirdingiz, o'yladingiz. Aha, okey, nima qilsam bo'ladi? Qani men qilib ko'raman. O'zi chiroyli gapirishni boshlash uchun 3 ta etapdan o'tishimiz kerak. Masalan, birinchi navbatda biz tasavvur qilamiz, men oddiy yosh bolaman. Endi mana univers bir bolalar boshlandi. Men mana shunaqa gaplashaman. Mana shunaqa. Nimaga PUBG o'ynaymiz bugun bala? Bitta. Qo'shib bor meni. Mana shunaqa butun umr gaplashaman shunaqa. Endi motivatsiyam oshdi, zo'r videolar ko'rdim. Bitta qiz yoqib qoldi, yoniga kela olmayapman, qo'rquv bor, nimadir hisobiga yoniga kelsam, pashol deyapti, menga qarab, men unga ko'rsatmoqchiman erkakligimni. Aqlim bor, aqlim yetar, etagdal PUBGda skinlar sotib pul ishlayapman. Yana nimadir bo'lyapti, hokazo. Bor-da, gul pul olib bera olaman unga. Rast motivatsiya topib, Andrew Tate'larni ko'rib, Shokir akalarni ko'rib, cha. Tak ras motivatsiya bo'ldi. Tushundingiz? Endi men praktikalar qilyapman har kuni. O'sha praktikalar qilganimdan keyin sal bo'lsa ham tushuncha paydo bo'ladi. Baribir har kuni praktika qilsangiz ochiladi. Tushunasiz, mushaklar bo'shashib, o'pkalar ishlab, diafragmalar ishlab, ovoz balandroq, jarangdorroq bo'ladi. O'zi boshqalarga, nafaqat qizlarga, umuman любой odamga sekin ko'rsatasiz, siz energiyangiz oshgan. Tushuntira oldimmi? Shu narsa bo'lgandan keyin biz sal aktyorlikka o'tamiz. U ikkinchi etap. Birinchimiz shunaqa, ikkinchisi bilasizlarmi? Mana bunaqa bo'lganda, mana bunaqa bo'lardi. Aynan shunaqa, mana shu etap. Bu aktyorlik etapi deyman. Ya'ni yangi informatsiya olishdi va 300% ishlatishadi. Va umumda qilib vukruch qilib 300% ga ishlatishadi. Keyin, lekin juda ham ko'p odam mashta tiqilib qoladi, bilasizmi? Nechta odam ko'rganmiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshiribsizmi? Mashta qolib ketadi. Bo'ldi, shunaqa yurib gaplashaveradi. Aynan bugun biz sizlar bilan choy ichamiz. Kontrga borsak nima deysizlar? Ashtaqa gaplashishadi. Chaq obrazdan. Shu qolib ketadi o'sha yerda, qolib ketadi. Juda ham ko'p odamlar shunaqa. Hatto televideniyada boshqa joyda ham rosa ko'p ko'ramiz. Lekin bu samimiy emas-da. Biz ko'ramiz, ovoz zo'r ekan, chotki ekan, lekin holat ekan. Charchab ham ketsa kerak, odam o'rib. O'rganib qolganingizdan keyin hech narsa og'rimaydi. O'rganib qolganingizdan keyin qolib ketadi. Keyin 3-etapga o'tgan o'sha как раз eng kuchli insonlar bo'ladi. Ya'ni o'sha aktyorlik mahoratni o'rniga sekin nastroyga qilib olib, odamga qarab darajasini tushunib oladi. Qaysi ovozda, qaysi tempda, qaysi ma'noni yetkaziyki, mana bu inson tushunsin. Ya'ni nimani hisobiga hozir Akmal akamlarning ko'zlariga qarayapman, qo'llariga qarayapman, bir men bu yoqda tanani qimillashlariga e'tibor beryapman. Nimani hisobiga? Chunki buni hammasi menga signal beradi. Akmal akam meni tushunyaptilarmi yoki yo'qmi? Agar meni tushunmasalar yoki meni gapim bilan ozgina qanaqadir norozilikchilik bo'lsa, sekin yopilib oladi. Sekin qanaqadir tushuntira oldimmi? Buni hammasi manipulyatsiya emas, analiz, oddiy analiz. Mana muloqotda bo'lgan narsalar. Bu ham xuddi o'sha narsa. Ikkinchi etapda bo'lgan insonlar ovozi chiroyli bo'lib ketganini hisobiga boshqalardan kompliment olishni boshlashadi. Yo, ovozing zo'r bo'lib ketdi, nima qilding, hokazo. Yoki umuman ko'proq odamlar ularga jilmayib qaraganini hisobiga sal kibr bo'lib qolishadi. Sal, tushundingiz, sal flaga svistaydi. O'tib qoladi. Da. O'sha joyda analiz ochib qoladi ularda. Ular qaramaydi, odam tushunyaptimi, tushunmayaptimi, ularga qiziqmi bu mavzu yo'qmi, qaramaydi. Gapiraveradi. Aynan bugun sizlar bilan mana shunaqa narsa qilsam, qaramaydi. Ha, men zo'rman, sizlar va hechmisizlar. Mana shunaqa qiladi. Uchinchi etap, aynan o'sha etapda odam o'sha aktyorlik mahoratini sal o'chirib qo'yib, chunki bo'ldi, funksiyalarni ishlatib oldi, gap yo'q. Ana endi odamlarga ta'sir o'tkazish boshlanadi. Mana bu odam tushunyaptimi yoki yo'qmi? Men hozir gapirgan gapim yoqdimi, yoqmadimi degan savollar paydo bo'ladi va ovoz balandligi o'zgaradi. Sezyapsizmi, podkast, hozir bu podkast o'zida kamida 30 marotaba eng baland, eng cho'qqisiga chiqardim ovozimni. Kamida 30 marotaba eng pastga tushirib berdim. Neytral tomonlama aynan storytell, hikoya qanaqadir aytayotganda neytral ovozda gapirib beryapman shu narsani. Lekin umumiy tempim juda tez.
Gapirish umumiy tempim juda tez. Chunki nima? Siz auditoriyangizni bilaman. Tushuntira oldimmi? Sabri yo'qlar. X2 nimani hisobiga bilaman? Chunki bilaman, sizda ham X2 hamma shu chunki juda ham ko'p proyektlar, produktivnost, opsionka, siz operatsionkani ichidasiz. Ichida siz operatsionkani bilaman, siz hamma narsani tezroq hal qilishga harakat qilasiz. Demak, siz bilan aynan shu tempda gapirishim kerak. Lekin Akmal akamlarning yoshlari 50-60 bo'lganda qanaqa qilib gaplashardi? Pastroq. Bemalol. Har bitta mavzuni chaynab berib, haligi ko'k choylarni quygan choylar sekin shu sho'rpalarda qo'yib. Shuning uchun ham analiz qilish shart. Mana 3 ta etap tushuntirib oldik. Boshida baza, keyin aktyorlik, keyin esa anglash keladi. Bu 3 ta etapdan keyin endi odamni 3 ta etapini bilishimiz kerak. Ya'ni etap emas, balkim 3 ta xilini, 3 xil odam. 3 xil odam. O'sha spokойный odam, normal odam, normal holatda gap. Va o'sha baqir-chaqirdan bozorchilar. Nimaga bu? Balki kechgar, men telefon qarab chiqolini ko'rdingmi? Tashlab gapiradigan odam. O'sha 3 xil tip odam bilan ham shunaqa ovozda gapirish kerak agar siz taassurot qilmoqchi bo'lsangiz. Chunki siz boshida komfort sharoit yaratib berasiz, keyin o'sha komfort sharoitdan o'zga kerak bo'lgan narsalarni olasiz. Tamom. Men o'zim uchun tushunib olay, hozir 3 ta tip odam masalan, shu jaydar gaplashadigan, shoshilib gaplashadigan, shunaqa o'rtacha va sekin gaplashadigan. Ular bilan to'g'ri muomalaga kirishib olish, to'g'ri kommunikatsiyaga kirishib olish uchun ularga moslashishim kerakmi yoki ularni o'zimga moslashtirishim kerakmi? Ikkalasi bittada. Ya'ni siz agar o'zingiz birinchi tip odam bo'lsangiz, qanaqa qilib baqir-chaqir qilib gapirasiz? Masala-ku, tasavvur qiling, yarim soatlik dialog. Yarim soatning ichida siz hech qachon baqiramiz, tomoq charchab ketadi, o'pka, yo'q, boshlanadi problemalar. Lekin boshida mana tasavvur qiling, siz menga mahsulot sotmoqchisiz. Qanaqadir mahsulotingiz bor, tasavvur qiling, masalan, mashina sotmoqchisiz. Siz bilasiz, menga sizning mashinangiz qiziq. Juda ham qiziq. Men sizni tanishiman, как раз qidirib yuribman. BYD tam qanaqadir pozitsiya yoki tam bilmayman. Sotishim kerak sizga. Siz bilasiz, menga telefon qilsangiz, men ola olaman bu narsani. Lekin siz birinchi tip insonsiz, men uchinchi tip insonman. Siz menga telefon qilyapsiz, siz agar siz ta'sir o'tkazishni bilsangiz, mana shunaqa narsa qilasiz. Ya'ni telefon qilasiz. Alo, assalomu alaykum. Mana bu siz. Men sizga javob beraman. Okey, eshitaman. Assalomu alaykum. Xorme. Ta'sir o'tkazishni biladigan inson birinchi navbatda nima bo'lsa ham shu komfort uslub yaratib berish uchun shu ovozga maksimal darajada yaqinlashishga harakat qiladi. Okey, bezovtasi yo'qmi? Tushuntira oldimmi? Yo'q, bemalol, nima gap, nima xizmat? Okey, sizga BYD kerak ekan, a? Rasna favos. Ozginadan keyin sekin tempo. Shunaqa edi. Nechinchi yil, oka? Qarang, bemalolmisiz so'zi? Tushunmayman. Ozgina. Bemalolmisiz so'zi? U endi bu odam qotgan ishi. Bemalol edim. Tushundira oldimmi? Bu manipulyatsiya emas. Tepadan olib tushyapman. Yashang. Xuddi shu narsa pastga ham ishlaydi. Men, например, dinamik insonman. Xarizmatik, dinamik insonman. Men yoqilib ketaman, spokойно o'zimga kelib olaman. Ras yana portlab, yana o'zimga kelib olaman. Qanaqadir shunaqa odam bilan gaplashib qolsam, boshlanadi-yu menda mana. Allo. Yaxshimisiz? Charchashim. 5-6 minut vaqtingiz bormi? Biroq shunday bitta yangiligim bor, gaplashib olish kerak edi, aka. Nima deysiz? Qarang, mana bunaqa yangiligim bor. Umuman olib qaraganda mahsulotimiz bor. Zo'r sotilyapti. Qachondan beri shuni biznes qilib boshlamoqchimiz. Uni agar biza bilan qo'shilsangiz, ozginagina o'z dolasi bor. Aynan sizga zo'r skidkasi bilan bermoqchiman. Endi hozir siz qo'shilsangiz, mana bunaqa foizda pul olasiz. Tasavvur qiling, qanchalik bu zo'r. Ko'rdingiz? Tamam, boshla. Qanchalik bu zo'r. Lekin bu odam hali ham komfort anaqasida, o'ziga kerak bo'lgan komfort uslubida turibdi. Chunki u biladi, men uni odamman, men uni kayfiyatidagi odamman, men uni tushunadigan insonman. Tushunib oldimmi? Bo'ldi. Bu manipulyatsiyami yo ta'sir o'tkazishmi? Ta'sir o'tkazish menimcha Da, lekin noto'g'ri informatsiya berilganda bu manipulyatsiya. Shuning uchun juda ham yaqin turishadi bular. Kecha mana oddiy misol, Mobiuz xizmatiman, foydalanuvchiman, klientman men. Telefonimda muammo bo'lib qoldi. Endi Dubaydan qaytib keldim, esim ishlamayapti, telefon ololmayman, internet ishlamayapti. Ertalabdan bir telefon qolmanda. Men o'sha endi obeddan уже asabdaman o'sha. Yo'q, telefon ishlamayapti-da. Bir 5-marta o'sha operatorlar gaplashyapman. Operator shunaqangi pasanda gaplashyapti. Asablarim buzilib ketyapti deyman deb. Men endi yordam bermayapti menga-da. Hurmatli mijoz, hamnaqa hozir berganmiz, zaifkaz berganmiz, hamnaqa.
urusholmayman ham. Lekin asabim buzilib ketyapti-da. Yo'qsa juda bilmadim, bu yo ular ta'sir o'tkazyapti, yo ularni bu manipulyatsiyasi bu qanaqadir. Meni tinchlantirmayapti-da ular. Yo'qmi? Ishlayapmiz, qilyapmiz, ko'rib chiqamiz, hammasi joyida. Boshqa savollar yo'q. O qanaqasi muammoim bor, men hal qilib berlaring muammoim. Boshqa savollar yo'q. Siz aloqaga chiqishasiz sizga. Hammani tushunsa bo'ladi, rostdan ham. Tasavvur qiling. Realno bitta shogirdim o'z telekomda ishlardilar, adashmasam-da. Yani shunaqa asab tomonlama juda kuchli. Yo'q, o'z telekom emasmi? No, общем, qattiq bir o'qitiladimi o'zi bular? O'tiradi, bilmayman. Ularga boru shunaqa spako oldida avariya bo'ldi-da, ko'zimizdan oldi. Jaqilib, daraxtga bir anaqa Malibu kirib ketdi. Rashida o'tiribdi, mana yo'q o'tiribdi. Mana yo'q o'tiribdi. Mana yo'q o'tiribdi. Yomon bo'ldi, Shokir aka. O'zi nima ichasiz o'zi? Oldin bunaqa. Ana Vasilenka deyapsiz. Nima deb atadim? Oldin bunaqa bo'lmagan ekan-da. Shu ishga kirib, u aytibdi, aka kuniga kirib shunaqa savallab baqirishadi deydi. Bari o'sha anaqa immunitet bo'lar ekan, paydo bo'lar ekan. Chunki siz qancha agressiya qilsangiz, qilmasangiz ham, qanaqadir kalit so'zlar ishlatmasangiz odam uyg'onmaydi. Voy, shuni hisobiga. Uzunma mana sotuv to'g'risida gapirdingiz hozir. To'g'ri sotuv nutqi. Juda muhim narsa, chunki hozir hamma ijtimoiy tarmoqda nimadir sotmoqchi. Odamlarni eng yoqtirmaydigan narsasi ularga nimadir sotishingiz. Odamlarga sotganni yoqtirmaydi, lekin odamlar sotib olishni yaxshi ko'radi. Qanaqa nutq bilan, qanaqa umuman notiqlik bilan chiqsa, sotmasdan sotsa bo'ladi. Chunki hozir 3 xil tipda gaplashdik. Baland, o'rta, sekin. Qaysi bir o'rtalikni tanlasak, biz zo'r notiqlik bilan sota olamiz. O'zi eng katta kaltini berib bo'ldi, tog'a. Eng katta kaltini berib bo'ldi. Bu informatsiyadan qimmat informatsiya yo'q. Mana shu 3 ta tip odam tushungan odam bo'ldi o'zi. Tasavvur ham qila olmaysiz. Qattiga chiqoladi. Xo'p. Endi bu muloqot tushuntirdik biz. Manipulyatsiyaga kelamiz. Yana baribir manipulyatsiyaga kelamiz. Do'konchilarning ko'pi kechiringlar. Kechiringlar. Ming bor uzr. 8 yil yurdim yoningizda. Bilaman sizlar tadbirkorlar. Rosta shu sirli do'konchilar. Tanlov beradi. Men bor deydi. Orqada million xili bor yana variantlar. Lekin eng qimmatini yoki qanaqadir tepa pozitsiyani aytadi. Mana bular bor deydi. Endi bu yomonlik emas, yaxshilik gap bo'lishi mumkin emas, lekin boshqa pozitsiyalar ham bor-da. Boshqa ko'p narsalar bor. Nafaqat do'konni, ko'chada ham shu narsa juda ham ko'p ishlaydi. Sizga hamma bor variantlardan imminni o'ziga выгодный bo'lgan mana deydi. Mana bu faqat bular bor, boshqa yo'q deydi, turib oladi. Shunaqa manipulyatsiyalar bor. Bular bir tomonlama yaxshi, bir tomonlama yomon, lekin do'konchining plani qanaqa? Masalan, bizni do'konga nimadir sotmoqchi bo'lsak, bizni do'konni tushunish harakat qilamiz. Qayerda joylashgan, nima sotadi, uni klient auditoriyasi kim, hokazo o'zi sotuvchilar kim, qanaqa odam. O'zi rostdan ham bular bilan ishlasa bo'ladimi yoki yo'qmi? Do'konchi ham xuddi shunaqa. Do'konchi, davlat xavfsizlik ishchisidan bir xil paytlari kuchliroq bo'ladi, tushunyapsizmi? Real holat. Krasda уже biladi qancha topishingizni, nima qilishingizni, tudasida xiyonat qilasizmi yo'qmi, hamma narsani biladi. Just takoy shunday filtr qoladi. Keyin nimadir so'rasangiz, уже biladi siz ola olasizmi yo ola olmaysizmi, sizga vaqt ajratish kerakmi yoki yo'qmi. Endi to'g'ri, xadavoy do'konlar bor, o'ta odam juda ham tiqilinch ko'p, hokazo. Lekin baribir o'sha postoyanniy klientlarni biladi. Hozir men bu odamga bu narsani olib kelsam, albatta oladi. Albatta sotib oladi mana bu narsani, chunki bunaqa. Nimani hisobiga? Chunki analizni biladi. Kiyimiga qaraydi, ovoziga qaraydi, puliga qaraydi. Tamom, bo'ldi. Mana shu do'konchining analizi. Siz savdoda bo'lsangiz, birinchi navbatda nima mahsulot sotayotganingizni tushunib olishingiz kerak. 100% real holat, mana real timing bilishingiz kerak. Har doim javobga tayyor bo'lishingiz, savol javobga tayyor bo'lishingiz kerak. Agar siz mahsulotingizni bilmasangiz, hech qanaqa nutq notiqlik yordam bermaydi. Qancha chiroyli. Bu juda ham zo'r mahsulot. Buni noto'g'ri ushlab turibsiz. Chotki narsa, kameralari bor. Chos mana ovoz bilan jarangdor, mana zaryadkasi ham tiqlar. Mayli, iloji yo'q. Birinchi navbatda informirovanность, ya'ni informatsiyani bilish. Ikkinchi navbatda auditoriyani tushunish. Ya'ni auditoriya tushunib bo'lganingizdan keyin bilasiz, o'zi bu mahsulot ularga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Kerakmi yoki kerak emasmi bu narsa? Uchinchisi to'g'ri tahlil qilish. Keyin mana masalan, birinchi sotuv bo'ldimi? Nimani hisobiga bo'ldi?
nimaga sotildi? Analiz. Da, endi to'g'ri biz hozir marketingga ketib qolyapmiz, boshqa taraflarga sal ketyapmiz, lekin bu narsalarni bilmasangiz qanaqa qilib o'zingizda bo'lgan ishonch oshira olasiz? Как? U baribir bir-biriga aloqasi juda ham qattiq bo'lgan narsalardan biri-da. Analiz qilib, nimani hisobiga meni mahsulotim sotilyapti? Kimga kerakman o'zi? Nimaman, qanaqaman degan narsalar. Va u har bitta mahsulotda o'ziga yarasha prezentatsiyasi bo'lishi kerak. Ya'ni, mana meni mahsulot sifatida tasavvur qilaylik. Men mahsulotman. Prikin. Men konsertga keldim. Konsertda menga bitta prodyuser kelyapti. Kelyapti-da, aytyapti, Shokir aka, yaxshimisiz? Ko'rmagan ekanman, zo'r ekan, to'dasida nimadir ishlaylik. Men unga prezentatsiya qilaman. Men unga qanaqa prezentatsiya qilaman, bilasiz? Menda ikkita vetkam bor. Notiqlik bo'yicha ekspert va prodyuser, musiqiy prodyuserman. Da, to есть, men hozir bu odamga nimani prezentatsiya qilaman? Albatta, bu prodyuserman. Men odamlarni prodyuser qilaman va ularni qo'shiqlarini distributsiya orqali tanitaman xalqqa. Shu meni foydam. Kimman, nima ish qilaman va nima foydam tegadi? Shu savollarga javob beraman. Da, to есть, bu yerda ham xuddi shunaqa narsa. Agar konsert emas, balkim ko'chada bo'lsam va bu odamni ovozida qanaqadir muammolarni sezsam, qanaqa prezentatsiya qilaman? Men notiqlik bo'yicha ekspertman, odamlarga chiroyli gapirishni o'rgataman va shuni hisobiga hayot o'zgarib ketadi. Analiz yana. Bam! Bo'ldi. Mana analiz qildim, savol javob qildim. Endi bu odamga nima deyish tushunaman. 100% informatsiya ham tappa tayyor. Oling, ishlating. Tamom. Bu ham xuddi shu. Mana men har bitta mahsulotga o'ziga yarasha prezentatsiya kerak. Men o'zimni kuchli tomonini bilaman. Eng kuchli tomonim menda elevator pitch juda kuchli. Ya'ni men ko'chada ko'rib qolsam, masalan, farqi yo'q, yaqinda, просто Rossiyaga borganda Lebedev ko'rib qoldim. Просто такой. Bor gaplashdim bor. Qo'rqmasdan. Ko'k sochli brat. Da, qo'rqmasdan bor gaplashdim. Artemiyjon. Da. Artemiy это вы там kelib qolgan, kelib olib, gaplashdim такой. Boshqana tуда qilib, uni gaplashdim, rasmga ham tushdim, boshqa ham qildim va bunda bu tomon o'zim juda kuchli deb bilardim. Kechagi vaqtgacha. Nima bo'ldi? Kecha Dubaydan qaytyapman. Unga vzlyot turibmiz, avtobus kelishini. Kim kelyapti? Murod aka Nazarov. Xo'p. Просто kelyaptilar. Bitta palyonda chiqamiz, samolyot chiqib ketamiz bittami. Kutib turibmiz, 5 minut avtobus kelishini kutamiz. Nima deyish bilmayman-da. Borolmayman oldilariga. Bu tanishish mumkin-da. Burchada o'tiribdi, burchada-da. Turibman просто-da. Nimada prezentatsiya qilish bilmayman o'zimmi-da. Networking. Chista nomerlar almashib, nima qiymat bera olaman, kimman, qanaqa manfaat topolmayapman deb hozir ekan. O'zi umuman elevator pitch degan narsa bor, ya'ni sizda 30 sekund vaqt bor, 1 minut vaqt bor sizda. Juda bir mashhur yoki tanishmoqchi bo'lgan odamingizni ko'rib qolsangiz, o'zingizni qanaqa tutishingiz kerak va o'zingizni qanaqa qilib prezentatsiya qilib networking o'rnatib olishingiz kerak. Qarang, siz mana Murod akamni masala sifatida olmang. Bu исключение, Murod akam исключение. Nafaqat siz yo'q, men shunaqa deb bilaman. Rostdan ham shunaqa odamlar borki, umuman boshqa energiya bilan yashaydi. Umuman boshqa energiya bilan yashaydi. Da, siz u yoqqa aloqaga chiqa olmaysiz. Taqillasangiz ham, oyoq bilan kirsangiz ham hech narsa qila olmaysiz o'tda. Demak, ayb menda emas. 100% ayb sizda emas. Nimani hisobiga Maldivga ketyapmiz? Butun oilaviy ko'rib qoldim-da. Murod akamlarni ham ko'rdim. Men yaxshi bilaman ularni. Ulardan ko'proq bolalarni yaxshi bilaman. Chunki studiyamga kelib qo'shiq yozishadi, tushuntira oldimmi? Shu narsasi bor-da. Men ras uchib keldi, qo'ndi. Ras bunday qarab, assalomu alaykum Murod aka. Murod aka, yaxshimisiz? Tadasida, assalomu alaykum Murod aka, assalomu alaykum. Qani yaxshimisiz, charchamasizmi? O'zi aslida enerjini ambasadorimi? Rasadormi? Ha, yo'q, shunaqami? Nimadir takoy javob ber. Bunday qarab, gapirmay qo'ya qol. Chunki boshqa energiya. Endi kulishib, anaqa qilib gaplashdi, yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi, lekin men o'zimni notiq deb bilib, har tomonlama uchun hozir bilamanki, birinchidan nimaga noodatiy situatsiya. Chunki oilaviy. Bezovta qilish eng katta xato o'zi aslida. Lekin so'rashmasam mumkin emas. Chunki men enerjini ambasadorman, bola chaqalarni hammasi bilan ishlaganman. Opamlarni ham taniyman, o'zlarini ham taniyman yaxshida. То есть, baribir mana shu 3-momenti bor. Prosta hol-ahvol so'rashim kerak. Bu yerda networking qila olmayman. O'sha ikkita narsani hisobiga. Tushuntira oldimmi? То есть, bu особый случай. И plus o'zlarining energetikasi boshqa. То есть, bu yerda o'zlarini tushunib, o'zlarini tanib, sekin kelish kerak. То есть, bu boshqa dunyo inson desa bo'ladi. Endi to'g'ri, qaysidir ma'noda noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lishim mumkin, lekin rostdan ham bu yerda bunaqa tajribaga ega insonlar, bunaqa biznesmenlar, bunaqa kruglarda yuradigan deylik,
odamlarga tayyorgarlik bilan kelish kerak. Siz bu yerda liftovoy prezentatsiya, ya'ni elevator speech bilan kela olmaysiz. Kelsangiz ham o'sha shansiz shunaqa darajada kichkinaki, что lучше qilmaganingiz yaxshi bu narsani. Tayyorgarlik qilib, keyin kelib prezentatsiya qilsangiz boshqa odamga qiziq bo'lsa, xo'p, dash уже ketaverasiz, gaplashaverasiz. Ya'ni qanaqadir kichkina punch bo'ldim, paydo bo'ldim, bilasiz, mana shu hook aytsam, o'sha bo'ladi. Bam, endi gapimiz ketadi. Bu yerda shu. Shuning uchun darajasiga qarab, biz networkingda ko'proq o'zimizdan ozgina balandroq odam bilan gapirishga harakat qilamiz. Mani hisobiga, ana o'zimizni ishonchimiz kamligini emas, chunki biz tilimizni tushunamiz bir-birimizni. Bo'l. Mayli bir pog'ona o'sgan bo'lsin, 10 pog'ona, tushundingizmi? 10 pog'onadek bo'lganlar qanaqa prezentatsiya qilasiz? Nima desangiz ham, qanaqa demangiz, nima bo'lsa ham, o'xosiz yurib, sakrab shpagatingizni tortib, yirtib ishtonlarni nimadir qilib, nima keragi bor? To'g'ri, o'zingiz qiziq inson bo'lsangiz, xarizmatik inson bo'lsangiz, hikoyani aytishni bilsangiz, gap yo'q, sakraring, davay, gaz. Qani qilib ko'ring, nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. То есть, lekin eng zo'ri mana shu etap. Bilasiz, o'zi bilan keldingiz tadbirga, уже bilasiz, tak, men bu insonlar menga qiziq, ular bilan men bunaqa kollaboratsiya qilsam zo'r bo'lardi. Sekin tayyorgarlik qilib, shundoq qilib, kompot, sok-pok. Do'stim, assalomu alaykum, qanaqasiz? Men sizga. Yo'q, ichmayman, rahmat. Mayli, ikkalasini ichib qo'yaman, nima gap? Yaxshimisiz? Nima qilyapsiz bu yerda? Tanish ko'rindingiz, issiq ko'rindingiz, уже bilasiz kimligini, nima ish qilishini. Ketdi gap, shu. Endi gap biz prezentatsiyani o'rgatamiz-ku maktabda. Lekin gap prezentatsiyadan boshlanmaydi-ku. Prezentatsiya bu asosiy qism, bizni hayajonlanmasligimiz uchun. Shu narsalarga, shu savollarga javob bilsangiz, yo'qotib qo'ymaslik uchun. Da, siz yurmaysiz, unaqa narsa yo'q. Assalomu alaykum. Ismingiz Shokir ismim, notiqlik bo'yicha yo'q. Hormang, charchagan solangiz yaxshimi? Ketdi shunaqa, zo'r ketyapti, tadasida. Nima ish qilasiz, aka? Sekin, ras boshlaysiz. Networkingga eng zo'r qayerda bo'ladi, bilasizmi? Eng zo'ri, mana eng million, milliardlab оборот qiladigan networkingga qayerda bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Saunada. Ya. Hozir kulyapsiz, lekin yo'q, umuman. To'xtang, sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Eng yozib milliardlab оборот bo'ladigan pul o'sha networking eng qayerda bo'ladi? Kofe? Yo'q. Bu joymi prema? Qanaqa lokatsiya? Biz hamma biladigan joy. Hamma biladigan joy. Milliardlar, oke, trilliardlar akmalaka tasavvur ham qilaman. Shunaqa gaplarni eshitganman boru. Qayerda bo'lishi mumkin? O'ylang. Qayerda bo'lishi mumkin? Просто mana. Nima bu? Nima? Qayerda bu? Hammamiz bilamiz, yoshligimizdan bilamiz bu joyni, ishoning. Shunaqa Nefteprom, balo, batar, Shvelira, Stal, balo, buni raketa deysiz. Choyxonami? Yashang, yaqin, juda yaqin bo'ldi. Yana o'ylang. Choyxonaga yaqinmi? Choyxonaga yaqin. Nahorda osh. Nahorda osh. Ertalabki osh. Tog'asi. Biz endi baribir bir xizmatga kelib qolamiz, ustozlarga qarab, mana maqomlarni aytayotgan joyida bir paytlar shunaqa gaplarni eshitib qo'yasiz. Okay. Chetda mahallada emas, sentrda bo'layotgan oshlarni deyapman-da. Okay. Men buni mana qilamiz, mana yaxtasini sotibdi, bu yoq degan gaplar u bir o'tirib, men haq kelib qoldim deysiz-da boshida. Keyin bir payt shundoq odamlarning soatiga e'tibor berish boshlaysiz, oyoq kiyimiga e'tibor berish. Skromniy bilinmaydi. Lekin qo'lida 75 ming, mana buni qo'lida 200 ming, tushuntira oldimmi? So'mda gapirmayapmiz. Qarab, deysiz. Endi to'g'ri. Bunaqa oshga kelib qolish ham bir katta masala, chunki u qaysidir seriozniy odamlarning bola chaqasi uylangan bo'ladi, uylanayotgan bo'ladi yo yana nimadir. Shunaqa tadbirda kelib qolish уже omad. O'tda просто ko'rinish уже omad. Yana shu omaddan ozgina bo'lsa ham kimdir bilan kommunikatsiya qilib ko'rish, bu umuman boshqa dunyo. Eng katta muammomiz bor bizning. Hammaning muammosi bu. Odamlarning fikriga qarab hech narsa qilmay qo'ya qolish. Men birovning fikriga qarab odam lozim. Ko'chada kamera olaman desiz, men bo'layotgan ekan, nima deb qarayotgan ekan deb siz o'zingiz xayolingiz ketdi, fikringiz ketdi, atrofdagilarni o'ylaysiz. Siz haqingizda qanaqa o'ylayotganini. Ya'ni fikr shunaqangi buzib qo'yadiki, bizani hech narsa qilmay qo'ya qolamiz, undan ko'rasiz. Ya'ni bizda juda katta muammo bor. Biz boya aytganingizdek negativ yaxshi rivojlantira olamiz. Shuning uchun ham hali ham tirikmiz-da. Lekin yaxshi tomonni o'ylamaymiz-da. Ya'ni hozir men chiqsam, mana bunaqa narsa qilsam zo'r bo'ladi, yaxshi bo'lib ketaman. Mana bunaqa ish bo'ladi, mana bunaqa ishlar bo'lib ketadi. Ya'ni biz bu tomonni o'ylamaymiz. Biz fardam yomon tomonni, sharmanda bo'laman, gapira olmasam, nimadir bo'ladi. Qanaqa qilib o'zi odamlarning fikriga qaramasdan bu
ishni amalga oshirsa bo'ladi o'zim. Ijtimoiy tarmoqqa chiqsa bo'ladi. Zo'r savol. Zo'r savol. Jiddiy savollardan biri. Bunga javobi o'sha. Boshida umuman kamera bilan tanishib oling. Chunki biz o'zimizga savol bermaymiz-da. Tipa qo'rqaman chunki mana nimani hisobiga qo'rqasan, o'zi aslida nimani hisobiga qo'rqasan. Zo'r narsa bor. Mana qog'oz olasiz. Yozasiz, aslida hayotda nimaga erishmoqchiman. Ketdi uy, mashina, pul, qiz, pis, bola chaqa, hovli, balobatlar. 10 tadan keyin to'xtaydi. Buni yana kamida 30 tagacha chiqarish kerak-da. Lekin 30 ta chiqara olmaysiz. Chunki boshida hamma siz miyangizga tiqqan narsa bo'ladi. Bu ham xuddi shu, bu ham programma. Biz ham aytishganda, oldi orqangga qara, baland gapirma, unaqa bunaqa, bu bunaqa. Lekin nimani hisobiga biz telefondan qo'rqamiz? Chunki bizga qarab, g'alati ekan-ku deb o'ylaydi. Xo'p, o'ylasin. Zo'ru. 2 minutda esdan chiqaradi. O'sha mana aksiri bo'lgancha, u yoqqa guncha, choy poy ichguncha o'sha esdan chiqarib yuboradi seni. Bo'ldi, cho'r, zachем demasa-da. Lekin o'zim hali ham shu narsa shundoq. Shuni olaman, reklama boshqa narsa yo'q. Qanaqa video olaman, ko'chada olamanmi? Odam o'tib ketsa, mayli deyman, unda lekin miyada turadi. U o'chira olmaysiz bu narsani. Shu narsani tan olish kerak. Bo'ldi, bilish kerakki, to'shta, baribir bu narsa hech qayerga ketmaydi. Olsam ham, olmasam ham olishim kerak. Bo'ldi. Kuch orqali o'sha o'zingiz zo'rlab bo'lsa ham bir marta qilib ko'rish kerak. Bir marta qilib bo'lganingizdan keyin o'sha boshlanadi. Вот. Ya'ni o'sha siz Shohir va zo'r reklama qilib Shohir akamlarni bilan ko'rsalar, lekin obuna bo'lib qolmasalar bilmayman. Короче, birinchi videolari menga ko'ringani shunaqa-da. Lash-lush kiyimlarni kiyib olib, yo'q, yaxshi kiyim edi, Metro, to'la odam metro, bundoq kamera ushlab olib, o'zi menga so'rab, qanaqadir metrodan qo'rqadigan joyim yo'q. Sizlar hayotingizdan qo'rqasiz. Shunaqa увеличение qilib bir bola qo'yib, voy shunaqa mazza qilardi. Men qanchalik notiq bo'lmaganimda ham baribir metroga tushib shunaqa talpoq odamda endi men bilaman, meni tanishidi, tushunasizmi? Bu sotsial fobiya emasmikan bu? Yo'q. Sotsial sal qiyinroq. Sotsial bo'lgan insonlar aslida mana ko'rasizmi? OKR SDBgni уже populyarniy qilib qo'ygan. Sotsial ham populyarniy gap bo'lib qolgan. Sotsial odam ko'chaga chiqmaydi. Umuman chiqmaydi odam. Va chiqsa ham ko'rasiz u sotsial-foblik. Bunaqa titrab, hammaga bunaqa ko'zlar bilan qaraydi. Sotsial bu sal jiddiyroq kasallik. Siz sotsial-fobiyaga o'xshash narsani keltirmoqchisiz-da, anaqa masala sifatida. Вот, lekin bu boshqa narsa. Ya'ni даже men shundoq notiq bo'lib turib metroga tushib shunaqa video olamanmi yo'qmi o'ylab ko'raman 10 marta. Chunki men bilaman, birinchidan meni tanib olishadi 100%. Intaqdar. Imon o'ylaydi, birin o'zi normal odam edi-ku, sahifangizda cho'tkiydi-ku, nima qilgani, nima qilib tashlasiz degan narsa keladi xayol. Keyin bir taraflama mana shunaqa argumentim bor. Xo'p, nima endi? Hayotimning oxirigacha shu narsani o'ylab yuradim bu odamlar endi? Yo'q. Mayli, agar nimadir kerak bo'lib qolsa, borib tushib olaman videoni, gap yo'q. Keyin biz makkilab qolishdan qo'rqamiz. Kamera yoqib olib, keyin bizga anaqa qilganda, nima deydi? Kamera yoqib, birinchi marotadan etishmas, balkim 5-6 ta etganda уже позоров ketishdan qo'rqamiz. Icho. Yo'qmi shunaqa? Yo'q deyish kimga savol. Bu mana shu birinchi etaplarga kelib olamiz-da, lekin daraja sakrashga harakat qilmaymiz. Yana bir bora qaytamiz. Kamerani oldi, 5 daqiqa oldi, video bo'ldi, ketdi, ovoz eshitamiz, ketdi. 10 ta plus, 10 ta minus. Keyin 5 daqiqalik o'sha videoni ovozini o'chirib, kamerani o'ziga qaraymiz, tanishib olamiz. Kipri nima qilyapti, qosh nima qilyapti, burun, quloq, og'iz, jag', qo'llar, u yoq bu yoq, imo ishora ketdi. Tanib oldimmi, o'sha yengilroq bo'ladi. O'sha bilasiz, men ko'chada mana bunaqa bo'laman. Bo'ldi. O'zi eng katta qo'rquv ham shu-da, o'zi boshqalar nima deydi deb yashab o'tish. Boyga aytganingizdek, kimdir nimadir qilayotgan harakatingizda nima deyapti, nima deb o'ylayapti bu meni haqimda. Boyga aytganingizdek 2 minutdan keyin esdan chiqaveradi bu narsa. 100%. Lekin biz bu narsa, bu qo'rquvni deb o'zimizning hayotimizdan o'tkazaveramiz. Oxirgi zo'r mavzuyimiz bor. Yo'q deya olmaslik. Ya'ni men o'zimda ham bor bu muammo. Yo'q deyishim juda qiyin. Ya'ni bo'ldi, yo'q, nima qilayman hozir yo'q mana. Ya'ni yordam bera olmayman hozirki. Yo'q, iloji yo'q masalan. Har doim ha deymiz, yo'q deb qo'ysak o'zimizdan qiynab, ichimizdan ezilib, atkasib qo'ydim, nima bo'ldi? Qanaqa qilib buni yengib o'tsa bo'ladi bunga? Kichkina life hack bor. Mana bu kichkina life hack. Bu narsani qabul qilish kerak. Hadan ko'ra nima qimmatroq? Mana, masalan, men sizga aytaman, Akmal aka,
shuncha kompliment qildim soatingizga. Shuncha kompliment. Bilaman sizga yaqinlaringiz podarka qilgan. Oka, puli tayyor. Shuni olib beraman, soatingizni sotib bering menga tog'ajon, iltimos. Siz ha desiz, men xursand bo'laman. Qaysidir darajaga. Ha dedingiz, men xursandman, men mazza qildim, bo'ldi. Soatingizni beryapsiz, pulingizni beryapman. 5 oldi. Chotki, menda yangi soat. Uxtay, dam divan, menga yoqotdi o'z asrida. Siz menga berasiz. Mana bir 50% dofamin berdingiz deylik, tasavvur qiling. Menga yo'q desiz, xafa bo'laman. Akmal aka, как так? Shuncha tushuntirib, mana puli ham tayyor, aka, shuncha muomala qildim, shuncha kompliment qildim. Arazlab ketaman. Da? Mana shu ikkitasidan ham zo'rroq effektini bilasizmi nima beradi? Yo'q deyish, tushuntirib berish. Nima uchun yo'qligini? Tasavvur qiling, siz aytyapsiz. Shokirjon, mana bu soatni olish uchun mana shu o'rtoqlarim bilan, siz yo'q demayapsiz. Jigar bilasizmi? Mana shu soatni olish uchun mana shu o'rtoqlarim bilan 8 yil do'stlashib yurdik-da. Agar hozir mana shu soatni ko'rmasa, qo'limda bolalar xafa bo'ladi. To'g'ri tushuning. Yo'q dedimmi? Yo'q. Demadim. Ha dedimmi? Demadim. Lekin men sizga tushuntirganim hisobiga hozir 100% dofamin oldingiz. Nimani hisobiga bilasizmi? Chunki men sizga harakat qildim tushuntirishni. Men sizga hikoyasini aytib berdim. Oka, mana shunaqa narsa bo'lyapti. 8 yil o'rtoqlar, wow. Menga baribir emas, siz nima o'ylashingiz. Mana yo'qni o'rniga tushuntirishni o'rganib olsak, yo'q deyishni bilib olamiz. Bo'ldi. Chunki yo'q deb yuborisham bu hurmatsizlik bo'lib qolishi mumkin emas, yo'q deyish. Mumkin emas. Yo'q deyamiz, yo'q deymiz qaysi payt? Qo'pol javob berganimiz kelsa, yo'q. Всё, yo'q, bu juda strashniy so'z. Nimaga qo'rqamiz? Chunki biz boshqa variant ko'rmaganmiz-da. Shuni hisobiga. Zo'r. Shokir aka 20 yoshli Shokir Shukurboyevga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Chotki ketyapsan. Atrofingga qara, ichma chakma, hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Chotki, hammasini zo'r qilyapsan, nima niyat qilgan bo'lsang, nima maqsadlar qo'ygan bo'lsang, zo'r qilyapsan, prям молодец, ko'z tegmasin. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Hech narsani. Chotki, hamma narsadan roziman, maksimal darajada. 100%. Sog' bo'ling aka. Rahmat kattakon, malaka. Foydali bo'ldi. Menimcha, agar sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bu podkastni ulashish kerak yoki maksimal insonlar ko'rish kerak. Albatta, kommentariy, fikrlar, like, repost hammasi bo'lishi kerak. Bu video yana kengroq tarqalishi uchun. Sizga yana mana shu so'zingizni kutib qolamiz aka. Rahmat kattakon. Katta rahmat. Sog' bo'ling.